ko'p qavatli uyingiz bor, lekin gaz ulab bo'lmaydi. Ili umuman gaz kelmayapti. Eng zo'r ishini. Xuddi konteynerga o'xshab mana issiq nasos o'rnatiladi. Xuddi konteynerga o'xshab bor. Qishda 3 barobar ko'p tokingizga ekonom beradi. Teplый polingizga ham, issiq suvingizga hammasi ishlatiladi. Yonida boiler bilan qo'yiladi va yozda sovutib beradi. Xuddi konteynerga o'xshab. Boshingizni ortmaysiz. Konteyner alohida, teplый anaqasiga alohida, kotyolga alohida, hammasi komplekt bitada qilinadi. Narxi ham premium. Eng zo'ri 3 barobar расходingizga ekonom qilib beradi qishda. Elektr kotyol qo'yganingizda 3 barobar real isbotlab beramiz. Я не намерен выступать. The army that Germany has built up in 4 years swings in on her past. Four-door Lincoln Continental. Buyuk bobomiz Amir Temur aytganlaridek, dehqonlar yerdan samarali. Совет это прежде всего До кожного нашого воїна, до кожного нашого героя. Légitime du peuple palestinien dans I know you didn't do this just to win an election. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Qahvali suhbatlarda bugun juda ham qiziqarli va ajoyib tarix bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Endi ko'pchilikka bu tarix albatta ma'lum, lekin bu yerda biz shonli va fojiali tariximizning bir sahifalarini bir yana qayta eslab o'tmoqchimiz. Mana ko'pincha o'zbek tarixi, o'zbekchilik, O'zbekiston tarixi deganda albatta biz o'sha qadimgi dunyo tarixidan boshlab to hozirgi yangi tarixgacha, eng yangi tarixgacha bo'lgan davrni ko'p eslaymiz, lekin alohida bir epizodlar bor-da bizning tariximizda. Shonli va juda ham fojiali epizodlar bor. Meni ko'pincha shu yoshligimdan mana shu narsa o'ziga tortib keladi. Yoshligimizdan beri mana Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar asarini hammamiz ko'pchiligimiz o'qiganmiz. Menimcha o'qimagan odam qolmagan bo'lsa kerak. Bu yerda Shayboniylar bilan Temuriylar o'rtasidagi kurash, Zahiriddin Muhammad Bobur va o'sha o'zbeklarning, ya'ni Shayboniylarning ulug' xoni, biz o'zbeklarning ulug' xoni Muhammad Shayboniy xon haqidagi o'sha voqealar albatta badiiy bir pafos bilan berilgan, juda bo'rttirib berilgan yoki boshqacha. Meni doimo mana shu joyi hayajonga solar edi. Marv qal'asida Shayboniy xonni o'sha Eron, ya'ni g'arbdan kelgan qo'shinlar, Eron tarafdan kelgan qo'shinlar, Ismoil Safafiy boshchiligidagi Safafiylar qo'shinining, Qizilboshlar qo'shinining Shayboniy xonni Marvda qamal qilishi va o'zbek sultonlarining yordamga yetib kela olmaganligi va Shayboniy xonning fojiali halokati doimo meni o'ziga tortib kelar edi. Men ko'pincha o'ylayman, mana shu daqiqalar o'sha Shayboniy xonni, ulug' xonimizni Muhammad Shayboniy xonning Marv ostonalarida halok bo'lishi mana shu o'zbek tarixining eng fojiali nuqtalaridan biri deb o'ylayman. Va mana tarixchilarga, adabiyotchilarga, kinochilarga ko'pincha shu tavsiya beraman. Endi to'g'ri, sen kimsan, seni tavsiyang nima bo'ladi degan gaplar bo'lishi mumkin, lekin mana shu nuqtani biz yoritishimiz kerak. O'rtoq adabiyotchilar, kinochilar, eng fojiali daqiqalarimiz mana shu nimaga borib taqaladi. Mana shu Marv qal'asidagi boyagi fojiali qamal va fojiali Muhammad Shayboniy xonning halok bo'lishi. Endi umuman Safafiylar kim edi? Endi Shayboniylar haqida hammamiz bilamiz. Shayboniylar o'sha bu ulug' Chingizxonning, o'sha buyuk Chingizxonning avlodlari, Jo'chi ulusi, ya'ni Jo'chixonning avlodlari bo'ladi. Muhammad Shayboniy xon Shayboniylar sulolasining o'sha asoschisi desak noto'g'ri bo'lar va Shayboniylar bizdagi O'rta Osiyodagi Shayboniylar saltanatining asoschisi desak to'g'ri bo'ladi. Muhammad Shayboniy xon juda katta saltanatni tuzdi. Afsuski agar Marv jangida Marvda halok bo'lmaganda, balki Amir Temurning saltanatini bemalol tiklashi ham mumkin edi va uning g'arbga qiladigan yurishlari ham juda ham samarali bo'lishi mumkin edi. Lekin mana shu yerda fojiali halok bo'ladi Marvda. Umuman Muhammad Shayboniy xon haqida bu yerda biz batafsil bir bu ko'rsatuvda men gapirib o'tirish niyatim yo'q. Shohbudoq sultonning o'g'li, Shayboniylar sulolasining vakili, 1451-yil tug'ilganlar. Bu mana shu 61 yoshida Marvda halok bo'ladilar, Marv jangida. Umuman bugun men ko'proq Ismoil Safafiy haqida gaplashmoqchiman. Mana Ismoil Safafiy ekrandagi suratda chizilgan. Endi bu albatta yevropaliklar tomonidan chizilgan. O'sha paytda mana Kamoliddin Behzod Hirot maktabi bor edi, Navoiy zamonida, Sulton Husayn Bayqaro zamonida. Bular aynan Sulton Husayn Bayqaro zamonida o'zi hokimiyat tepasiga keldi-ku, ikkalasi ham, Shayboniy xon ham, bu Ismoil Safafiy ham. O'zi umuman Fors Eron maktabi garchi islom dinini ular o'sha 7-asrdayoq qabul qilgan bo'lsalarda, lekin Eronda ulug' madaniyati bo'lganligi uchun mana shu chizmachilik, rassomchilik san'ati ham, musavvirlik san'ati ham o'sha yo'q qilib yuborila olmadi, ya'ni butunlay o'sha yo'qotib yuborilmadi, balki saqlab qolindi va mana shunday suratlar albatta chizilgan, keyinchalik o'sha miniatyuralar ko'rinishida va o'shalardan qolib andoza olgan yevropalik musavvirlar tabiiyki mana shunaqa suratlarni chizishgan. Mana shu Ismoil Safafiyning surati ham adashmasam hozir bu Italiyada, Uffiziada ham shunaqangi saqlanadi o'sha muzeylarda, Yevropa muzeylarida. Kamoliddin Behzod tomonidan chizilgan Muhammad Shayboniy xonning ham o'sha suratlari bor, portretlari bor. Mana o'sha eslaringda bo'lsa, Pirimqul Qodirov, yozuvchi Pirimqul Qodirov bu sahnani juda yaxshi yoritgan. Avlodlar nimada?
Yulduzli tunlar asarida va Kamoliddin Behzod go'yoki mana shunaqangi qonga o'tirgan bir ko'rinishda tasvirlagan degan bir nimani beradi. Albatta bu xato. Chunki qizil rang bu hech qanaqangi qonni belgisi emas. Bu yerda o'sha boshqa ma'noda kelgan. Shayboniyxonni bir ahmoq sifatida ko'rsatgan, lekin aslida unday emas. Shayboniyxon nihoyatda aqlli, juda bir ulug' bir sarkarda bo'lgan. To'g'ri, xatolari ko'p bo'ldi Shayboniyxonni. O'zi mana shu jangda ham Marf muhosarasida ham, qamalida ham afsuski o'sha jiddiy xatolari tufayli o'zi aslida halok bo'ldi. Shoh Ismoil. Umuman Shoh Ismoil kim edi? Shoh Ismoil bu juda ham nima deydi? Dunyo tarixida bir g'ayritabiiy shaxslardan biri, dunyo tarixida. Bu bir ulug' bir saltanatga asos soldi. Bu ham Shayboniylardan hech ham qolishmaydi. Bu Safafiylar saltanatiga asos solgan ulug' bir podshoh, ya'ni podshoh. Safafiylar hozirgi Eron, mana shu Iroq hududlari, Ozarbayjon hududlarida mana shu kishi juda ham ulug' bir saltanatga asos soldi va uning avlodlari 2 asrdan o'sha hatto oshiqroq mana shu saltanatni boshqaradilar. Ya'ni Ismoil Safafiy tuzgan saltanatni. Ismoil Safafiyning o'zi asl ismi Abdul Muzaffar Ismoil bin Haydar as-Safafiy bo'lib, bu kishi 1487-yili 27-iyul kuni hozirgi Eronning o'sha shimoliy g'arbiy qismidagi Ardebil degan shaharda tug'ilgan. Ardebil hozirgi mana xaritadan ko'rsalaring, Eronning eng shimoliy g'arbida Kaspiy dengiziga, ya'ni Kaspiy ko'liga yaqinroq joyda joylashgan Qarasu degan daryo bo'yida. Ardebilda hozirgi kunda Ozarbayjonlar juda ham ko'p yashaydi. Shuning uchun Shoh Ismoilni ko'pincha Ozarbayjonlar albatta Ozarbayjon hisoblaydilar. Shoh Ismoilning kelib chiqishi o'zi aslida mana nima uchun shu Safafiy deb atalishiga ham bir nima tushuncha berib o'tsak, asli bularni o'sha Safafiylar sulolasining asoschisi deb 13-asrda yashagan, ya'ni 1252-yildan 1344-yilgacha yashagan Shayx Safafiddin Ishoq Ardebili degan odam bo'lgan. Mana shu shayx asos solgan deb keladi manbalarda. Safafiylarni albatta Ozarbayjonlarga taqashadi, hozirgi Ozarbayjon, lekin Erondagi tarixchilar, sharq tarixchilari, g'arb tarixchilari ham ko'pincha Safafiylarni kelib chiqishini juda ko'p bahsli. Ya'ni bu to'g'ri, biz turkiylar Safafiylarni turkiy deb olamiz, chunki Safafiy albatta turkiy qabilalarga, turkiy sulolalariga tayanib o'sha hokimiyat tepasiga kelgan va hokimiyat tuzgan va boshqargan asrlar davomida. Lekin bahsli buni kelib chiqishi deyishadi. Ko'pincha ba'zi manbalarda buni kurdlardan bo'lsa kerak deb aytishadi. Xuddi nima Sulton nimaga o'xshab, Salohiddin Ayyubiyga o'xshab bu ham kurd bo'lsa kerak deyishadi. Lekin ba'zi manbalarda yo'q, bu arablardan deb olishadi. Chunki keyinchalik bu balki o'zlariga bir PR qilib nima qilgan bo'lishi ham mumkin. Shoh Ismoilning avlodlari o'zlarini kelib chiqishini Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning o'sha kuyovlari va qizlari o'sha Fatima va Ali ibn Abu Tolibdan tarqalgan avlodlar deb hisoblagan o'zlarini Safafiylar. Bu albatta ularga boyagi o'sha hokimiyat tepasiga kelgandan keyin tabiiyki legitimlik nimasini bergan. Chunki payg'ambarning avlodimiz biz deb hisoblagan ular. Ya'ni o'zlarini shiyalarning, ya'ni shiya mazhabining ulug' bir imomi Muso Kozim avlodimiz deb hisoblaganlar. Muso Kozim esa aynan payg'ambarimizning avlodlari hisoblangan. Shuning uchun Safafiylar albatta kelib chiqishi juda ham mavhum, Safafiylarni qaysi nimadan kelib chiqishi, lekin Ismoil Safafiyni aniq kimligi aniq, uni ota bobolari aniq kimligi. O'zi umuman Safafiya mana shu Shayx Safafiddin Ishoq Ardebili Safafiya ordenini tashkil qiladi. Ya'ni bu tariqat ordeni edi, sofiylik ordeni edi. Xuddi mana Yevropada biz aytamizku, Tampliyerlar ordeni, Gospitalierlar va boshqa ordenlar kabi, to'g'ri, u endi Yevropada bular ham shunga o'xshagan orden, diniy bir orden hisoblangan. Safafiya ordeni 14-asrda mana boya aytib o'tdik, Ismoil Safafiyning bobo kaloni tomonidan o'sha Shayx Safafiddin Ishoq tomonidan mana shu ordenga asos solinadi. Albatta bu o'zidan o'zi bo'lmagan. Shayx Safafiddin o'zining ustozi Zohidiya degan ordenni, mana shunaqangi diniy ordenning davomchisi hisoblagan Zohid G'iliyoniyning shogirdi bo'lgan bu kishi. O'sha diniy bir juda katta bir tariqat asoschisi bo'lgan bular. Mana shu Zohid G'iliyoniyning shogirdi Shayx Safafiddin Ishoq tomonidan aynan Safafiya ordeniga asos solinadi. Umuman olganda Safafiylar, mana Ismoil Safafiy shuningdek qizilboshlar ham deb hisoblangan. Mana agar nimani Pirimqul Qodirovning bu asarida o'qigan bo'lsalaring, qizilboshlar deb ko'p gapiriladi. Rostdan ham qizilboshlar deb atalgan Safafiylarning o'sha armiyasi ham, umuman gvardiyasi ham. O'zi nima uchun qizilboshlar deb atalardi? Ular
aslida bular turkiy qabilalarga, ayniqsa O'g'iz qabilalarining bir nimasi edi bu, koalitsiyasi edi, ya'ni jamlanmasi edi. Ya'ni turkmanlarning ko'chmanchi urug'lari bo'lgan, bilasizlar, ya'ni O'g'iz turkmanlar endi katta qismi O'g'izlar hisoblanadi-ku. Bir necha qabilalarning yig'indisi, ya'ni bir necha qabilalarning ittifoqi mana shu qizilboshlarni qizilboshlar deb nomlanuvchi katta bir guruhning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bu qanaqa qabilalar edi? Bu O'g'iz qabilalari, ya'ni turkman O'g'iz qabilalari, masalan, ustachilar degan qabila, shomlilar degan qabila, ya'ni Shom bilan Shomda yashaganlar, shomlilar qabilasi, rumiylar, ya'ni Rum, ya'ni o'sha Vizantiya, Rim, rumlilar qabilasi, shuningdek keyinchalik taxt tepasiga keladigan Nodirshoh Afshorning o'sha ajdodlari, ya'ni urug'i Afshorlar qabilasi, shuningdek Zulqadarlar qabilasi, Tekeli qabilasi, mana turkman tekalari bor, teka deydi-ku, turkman tekalari. Tekelar qabilasi, mana shu undan keyin ular ham keyinchalik Eronni boshqargan to 20-asrning boshlarigacha Qojorlar qabilasi, mana shu qabilalarning yig'indisi Ismoil Safafiyni davlat tuzishida juda ham katta rol o'ynaydi va ular qizilboshlar deb ataladi. Bu qabilalarga keyinchalik boshqa qabilalar ham kelib qo'shiladi, O'g'iz qabilalari, masalan, va O'g'iz nafaqat O'g'iz, balki boshqa qabilalar ham qo'shiladilar. Masalan, Bayotlar, Qoramonlilar, Boyburtlular va mana shu kabi qabilalar mana shu Ismoil Safafiyning ulug' saltanat tuzishida juda ham katta rol o'ynagan. Ularning o'sha ularning gaplari ham hozirgacha mana o'sha haligacha dolzarb. Bular qanday gaplashardilar? Bularning asosiy shiorlari, mana shunday shior desa ham bo'ladi, nima desa, ko'p takrorlanadigan gaplari bo'lgan Safafiylarni, qizilboshlarni qarang nima deyshadi. Endi ozarbayjonlarga juda yaqinda bu o'sha O'g'iz til, O'g'iz lahjasi, O'g'iz nimasiga. Qurbon o'ldim, sadaqa o'ldim, pirim, murshidim deb gapirishni ko'p bular yaqin. Ya'ni qurbon o'ldim, pirim, murshidim deb ko'p gapirganlar. Qizilboshlar qanday ko'rinishga ega bo'lgan? Qizilboshlar biz mana sunniylarmizku, qizilboshlar asosan Shia mazhabida edilar. Islom dinining Shia mazhabida edilar. Ular ko'proq soqolni olib yurganlar. Soqoli, masalan, sunniylar soqol qo'ysa, Shiyalar, ya'ni o'sha qizilboshlar soqollarini olib tashlab, ko'proq mo'ylovni o'stirib yurganlar. Mo'ylov o'stirilgan. Undan tashqari ular kokil qo'yganlar. Uzun kokillari bo'lgan, hatto 61 santimetrgacha yetadigan kokillari bo'lgan qizilboshlarni. Va nima uchun qizilbosh deb ataladi? Chunki ular mana o'sha Pirimqul Qodirovning mana shu asarida, ulug' mashhur asarida, Yulduzli tunlar asarida eslaringda bo'lsa, Zahiriddin Muhammad Boburga, ulug' bobomiz Boburga Shoh Ismoil Safafiy boyagi salla yuboradi-ku, 12 ta o'ramli salla. Ya'ni nimalarni Shia mazhabining ulug' imomlari, 12 ta imomni ular o'sha nima hisoblaydilar, xalifalar hisoblaydilar. Ana shu 12 ta qilib o'ralgan qizil salla bo'lgan, ko'pincha ular qizil bosh kiyib yurganligi uchun ana shuning uchun qizilboshlar deb atalgan. Qizilboshlar, hatto davlatning nomi ham keyinchalik Qizilboshlar davlati deb nima qilinadi. To'g'ri, Safafiylar saltanati ham deyilgan. Umuman Ismoilni endi biz qisqacha aytib o'tsak, Shoh Ismoil kim edi? Shoh Ismoil bana aytib o'tdim, boyagi Shayx Safafiddin Ishoq Ardabilining o'sha nimasi avlodi. Lekin Shoh Ismoilning otasi Shayx Haydar degan kishi bo'lgan. Shayx Haydar degan kishi bo'lgan va bu mana shu Safafiylarning o'sha davomchisi bo'lgan, Safafiyning. Lekin ona tomonidan bu oqquyilli boyagi o'sha nimalar, oqquyilli turkmanlar bor-ku. Oqquyillilar sardori Uzun Hasan degan odamning nabirasi bo'lgan. Uzun Hasan degan odam mashhur o'sha sarkarda, mashhur davlat arbobi Uzun Hasan degan kishi bo'lgan. Uzun Hasanning nabiralari bo'lgan Shoh Ismoil. Ismoil shuningdek qarang, Ismoilning qonida, ya'ni Ismoil Safafiyning qonida yana greklarning ham qoni bo'lgan, yevropaliklarning ham qoni bo'lgan. Bu nima uchun? Chunki Uzun Hasan Trapezunt imperatori, ya'ni mana Komnillar degan sulola bo'lgan-ku, Vizantiyani boshqargan Komnillar. Ana shu Komnillardan bo'lgan Yan 4-Komnin, Trapezunt degan davlatcha bo'lgan, bilasizlar, Qora dengizning o'sha eng hozirgi Turkiya hududlarining janubiy qismida, shuningdek Qrimda nimalarning hududi bo'lgan, Trapezunt degan o'sha bir nima bo'lgan, mamlakat bo'lgan, davlat bo'lgan. Ana shu davlatning o'sha imperatori Yan 4-Komnin aynan Uzun Hasanga o'sha qizini o'sha berganligi uchun mana shundan tug'ilgan va bu ona tarafdan aynan mana shu nimaga ham taqalar edi. Ya'ni Ismoil Safafiyning qonida grek qoni ham bor edi. Mana ikkala tarafdan. Endi ota tarafdan aniq bir turkiy deb bo'lmaydi, chunki kurdlar o'ziniki hisoblaydi. Yana undan tashqari Safafiylar o'zlarini arablarga borib taqagan. Ya'ni boya aytib o'tdim. Muso Kozim, Shayx Muso Kozimga borib taqashadi. Ya'ni Hazrati Alining to'g'ridan to'g'ri avlodimiz deb hisoblaydi, lekin turkiylar baribir Shoh Ismoilni turkiy deb hisoblaydilar. Nima bo'lganda ham endi, lekin ona tarafdan haqiqatan ham mana ham turkiylar ham bor, oqquyillilar ham bor va hatto greklar ham bor. Ya'ni onasi Olamshoh Begim degan mana shu ayol bo'lgan, o'sha oqquyillilar sardori Uzun Hasanning qizi bo'lgan ona tarafdan.
Ardabilda tug'ilgan, boya aytib o'tdim. Lekin Ismoilning taqdiri, Shoh Ismoilning taqdiri juda ham fojiali bo'lgan yoshligidan. Masalan, u go'dakligidan juda og'ir bir nimaga tushib qoladi. 7 yoshida uning otasi Shayx Haydar o'sha paytdagi bir saltanat bo'lmish Shirvanshohlar bilan bo'lgan jangda halok bo'ladi. Men kechagi jonli suhbatlarda Shirvanshohlar haqida savol tushgan paytda sal adashib ketibman. Yo'q, Shirvanshohlar turkiylar emas ekan. Shirvanshohlar asli ular ham shu arablarga borib taqaladi degan gaplar bor. Shirvanshohlar bilan bo'lgan jangda Ismoilning otasi Shayx Haydar jangda halok bo'ladi va Shoh Ismoil onasi bilan shu zo'rg'a qochib qutuladi-da, boyagi asirlikdan. Ularning juda ham fojiali bo'ladi taqdirlari. Shu yoshligidan yetim qolib ketdi, otasi jangda halok bo'ldi. 9 yoshli bola, mana qarang, Shoh Ismoil o'sha butun gardaniga tushadi, sulolaning butun og'irligi. Lekin bu yigit shunday abjir, shunday bir yigit bo'lib chiqdiki, shunaqangi bir jangchi, shunaqangi bir ma'naviy bir kuchli odam bo'lib chiqdiki, bu 12 yoshida saltanat tuzadi. Tasavvur qilavering. 12-13 yoshidan boshlab Shoh Ismoil ulug' bir sarkarda va ulug' bir davlat arbobi bo'lib yetishadi. Tarixda bu fenomenal voqealardan birida Shoh Ismoilni davlat tepasiga kelish. Endi to'g'ri biz bu yerda Shoh Ismoilni biz tarix haqida to'liq batafsil aytib o'tmoqchi emasman. Bu haqda alohida ko'rsatuv qilishga bir nima qildim. Tarixi juda ham qiziqda Shoh Ismoilni. Men mana Yevropa tarixi bilan ko'proq shug'ullanganim uchun men Shvetsiya qiroli Karol 12ni shu Shoh Ismoilga o'xshataman-da. O'sha yoshgina yigit bo'lishiga qaramasdan boyaga Shvetsiya keyin Rossiyaga bostirib kirib Pyotr I'ni dastlab Narva jangida tormor qiladi-ku. Xuddi shunday Shoh Ismoil undan ham yoshroq, qarang, 12-13 yoshlar yigitcha, bolada 12 yoshli, to'g'rimi Xatam aka? 12 yoshli bir go'dak mana shunaqangi davlatni, saltanatni qo'lga olib, saltanat janglarda g'alaba qozonib, 12-13 yoshli bola sarkardalik qilib, qoyil qolish kerak. Mana shunday qilib saltanatini tuzdi, sekin-sekin g'alabalar qozona boshlaydi, Bokuni egallaydi, Shirvanshohlarni, Shemaxani qo'lga oladi. Keyinchalik mana hatto o'sha 1501-yilda tasavvur qiling, 14 yoshli bola Shoh Ismoil o'zining dushmanlarini tormor qilib Tabrizni egallaydi. Tabriz bu o'sha paytdagi Osiyodagi eng yirik va eng boy shaharlardan biri bo'lgan. Eronda hozir ham Ozarbayjon, Janubiy Ozarbayjonning poytaxti Tabriz hisoblanadi. Erondagi eng yirik shaharlardan biri. Tabriz qo'lga olinadi va Shoh Ismoil o'zini 1501-yilda mana tasavvur qiling, 14 yoshli bola o'zini Shohanshoh deb e'lon qiladi, podshoh deb e'lon qilinadi. Oradan 1 yildan keyin 1515 yoshli Shoh Ismoil Eronning ulug' shohi deb e'lon qilinadi. Mana tasavvur qiling, u Bag'dodni ham egallaydi, barcha shaharlarni, Isfahonni, Hamadon, hozirgi mana o'sha xaritani qo'yib yuboring-da, Xatam akam. Shunday katta bir saltanat tuzdiki, mana xaritaga yaxshilab e'tibor beringlar. Mana shunday katta saltanatni o'sha nimasini tuzib oladi Shoh Ismoil. Albatta siyosiy vaziyat juda ham murakkab edi. Shoh Ismoil yoshgina yigitcha mana shunday g'alabalarga erishyapti. O'zingiz o'ylab ko'ring, 1487-yilda tug'ilgan bo'lsa, bu yigitcha 1500-yilga kelib 13 yoshar bola bo'lgan bo'lsa, 1510-yilda necha yosh bo'ladi? 23 yoshmi? 22-23 yoshida, ya'ni yosh yigitda saltanatni mana shunday katta saltanatga asos soldi. Shiya mazhabini davlat dini, davlat g'oyasi deb e'lon qildi. Mana shu shiyalikni shu yerda bir nima qildi? Haqiqatan davlatning yirik bir nimasiga aylantira oldi. To'g'ri, buni qilgan ishlari, xatolari juda ko'p. Masalan, turli xil bemaza ishlari ham bo'lgan albatta. Endi bu albatta tarixga havola. Masalan, o'sha qabrlardan mashhur o'sha sunniy mazhabining mashhur shayxlari, ulamolarini qabrdan o'likni, ya'ni jasadni kavlab olib, uni masalan zamaliga yoqib kulga aylantirib havoga zambaraklar otishlari, zambarak deb sochib yuborishlari, bu albatta bu narsalarni hech kim oqlamaydi-da va sunniylarga nisbatan juda ko'p qatag'onlar, tabiiyki Shoh Ismoilning bu ishlarini albatta tarix oqlamaydi. Mana bizning ulug' xonimiz Muhammad Shayboniy xonni ham keyin o'sha jangda halok qilib, uni kallasini kesib, undan kalla chanog'idan boyagi o'sha kosa yasatishlari ham tabiiyki hech qanaqa musulmonchilikka to'g'ri kelmasa kerak, kelmaydi. Lekin shunaqa ishlarni ham qilgan. Nima bo'lganda ham Shoh Ismoil baribir juda ham kuchli sarkarda, kuchli podshoh edi. Mana shunday yosh yigit bo'lishiga qaramasdan, mana shunday ulug' va qudratli saltanatga asos soldi va bu saltanat 2 asr davomida bemalol hayotiy nimasini bajardi, funksiyasini. Ikki tarafda ulug' dushmanlari bo'lishiga qaramasdan, Safafiylar mana shu g'oya, shiyalik g'oyasi va shu yerdagi turkiy va forsiy xalqlarni bitta g'oya ostida birlashtirishi va bemalol bular 2 asrdan oshiq davomida o'zlarining eng qudratli dushmanlari bo'lmish Usmonli saltanat bilan, Usmoniylar saltanati va sharqda Shayboniylar bilan bemalol kurash olib borishiga mana shunday zamin yaratildi va haqiqatan ular hatto Usmonlilarni ham bir necha marta janglarda tormor qildilar. Eng asosiy hal qiluvchi janglarda. Shayboniylarni ham eng asosiy hal qiluvchi janglarda tormor qildilar. To'g'ri, mag'lubiyatlari ham juda ko'p bo'ldi. Bu haqda endi biz to'liqroq aytib o'tib ketishimiz kerak. Endi asosiy voqealarga kelamiz. 1507-yilda
Hammaga ma'lum, o'sha bizning Temuriylar saltanatining butunlay tanazzul davri edi bu. Mana o'sha nimada ham tarixda ma'lum. Temuriylarning oxirgi ulug' o'sha hukmdorlaridan biri Sulton Husayn Bayqaroning vafotidan keyin uning o'g'illari, juda ko'p o'g'illari bor edi. Adashmasam 20 tami o'g'li bor edi. Ular hammasi har tarafga tortib saltanatni parchalab tashlashga olib keladi. Endi Zahiriddin Muhammad Bobur hali Shayboniylardan bir necha janglarda yengilgandan keyin u Afg'onistonga ketib, u yerda kichkinagina saltanat davlatcha tuzadi, lekin Shayboniylarga Boburning ham kuchi yetmagan, bilasizlar, o'sha janglarda tormor bo'lgan Bobur, o'sha Shayboniylar uni siqib chiqaradilar Ma'run Nahr O'rta Osiyodan va shuning uchun Afg'oniston hududiga ketadi. Keyinchalik Bobur Mirzo, Zahiriddin Muhammad Bobur aynan Ismoil Safafiy bilan ittifoq tuzib, aynan Ismoil Safafiyning yordamida Ma'run Nahr taxtiga qaytishga muvaffaq bo'ladi. Bu haqda endi keyingi bir ko'rsatuvlarda aytib o'tamiz. 1507-yilda o'sha Sulton Husayn Bayqaro vafotidan keyin Shayboniylar shiddat bilan, Shayboniylar o'sha ma'lum butun O'rta Osiyoni birlashtira oldilar. To hozirgi Qozog'iston hududlaridan tortib, Xorazm, Samarqand, Buxoro, Farg'ona vodiysi, Toshkent, umuman barcha hududlarni bitta kuch ostida davlatga birlashtira oldi. Haqiqatan Muhammad Shayboniyxon haqiqatan ulug' bir saltanat tuzishga muvaffaq bo'ldi. Shayboniyxon Xurosonga ham keldi va bir zarba bilan bu yerdan Temuriylarning oxirgi qoldiqlarini, xullas Shayboniy bir zarba bilan o'sha Temuriylarning oxirgi o'sha qoldiqlarini, ya'ni supurib tashlaydi, Hirotni egalladi. Ammo u Muhammad Shayboniyxon ham diniy, ham dunyoviy bir nimani birlashtirish orzusi edi. O'zini bekorga yozmagan, o'sha Xalifai ur Rahmon, Imomuz Zamon deb e'lon qilinadi. Ham skipitr, ham boyagi davlat tojini, ya'ni dinni ham, davlatni ham bitta qo'l ostida birlashtirishga qaror qilgan edi. Mana shunday ulug' sulton, ulug' xon edi-da Shayboniyxon. 1509-1510-yillar qishida ular to'g'ridan-to'g'ri endi Safafiylarning saltanati sarhadlari bilan to'qnashib keladi-da. Nima? Shayboniylar endi Ismoil Safafiy tuzgan saltanat bilan o'sha nima deydi, stik, ya'ni uni chegaralarigacha keldi va Kirmon degan shahriga bostirib kiradi Shayboniylar. Kirmonni oladilar. Bu paytda Shoh Ismoil Darband bilasizlar, hozir Dog'istonda. Darbandda edi. Darbandda bo'lib turganligi sababli Shayboniylar o'sha joyda Kirmonni egallaydilar va Kirmonning hokimi Shayx Muhammadni qatl qiladilar. Va viloyat hamda unga tutash hududlarini talon-taroj qiladilar. Endi bu bilan Shayboniylarni men ayblamoqchi emasman. Tariximiz endi shunday, endi nima deymiz, o'sha o'lja olish, o'sha boyagi bostirib kirgan joylardan tabiiyki talon-taroj qilish, endi bu barcha podsholarga, barcha o'sha paytdagi barcha xonlar, sultonlarga bu oddiy bir hol bo'lganda. Shunday qilib Kirmonni egallaydilar Shayboniylar. Shoh Ismoil o'zini qo'shinlarini olib chiqish masalasida, endi o'sha paytda Shoh Ismoilning qo'shinlari turli xil hududlarda tarqalgani uchun u qo'shinlarni tutashtirish kerakligini bilardi albatta. Ya'ni Shayboniylar bilan kurash boshlash uchun Shoh Ismoil albatta yosh bo'lishiga qaramasdan u allaqachon butun dunyoga isbotlab bo'lgandi qanday ulug' sarkarda ekanligini. U juda ko'p janglarda juda ko'p dushmanlarni tormor qiladi. Bu haqda biz Shoh Ismoil haqida bir katta ko'rsatuvda aytib o'tamiz. U eng yirik shaharlarni egallab bo'lgan, Bag'dodni ham egallagan, hammasini, Tabriz barchasini. Shoh Ismoil albatta Shayboniyxon bilan to'qnash kelishligini sezdi. Lekin buning uchun katta kuchlar to'plash kerak ekanligini ham biladi Shoh Ismoil va vaqtdan yutish uchun albatta Shayboniyxonga elchi yuboradi. Ya'ni o'zini qo'shinlarini to'plab olish uchun vaqt kerak bo'lganligi uchun u Shayboniyxonning huzuriga, Shayboniyxon o'sha paytda Hirotda edi, ya'ni Hirotni egallaganda. Bu o'sha asarda ham juda yaxshi berilgan, Hirotni egallash nimasi ham o'sha Pirimqul Qodirovning nimasida, asarida. Shayboniyxonning huzuriga Shoh Ismoil Diyovuddin Nurulloh va Shayxzoda Lohiji degan kishilarni elchilikka yuboradi. Ammo ular elchilikka kelgandan keyin muvaffaqiyatga erisha olmadilar. Ya'ni diplomatik o'sha nimalarni endi Shayboniyxonni ko'ndirish kerakligini uqtirgan edi Shoh Ismoil. Xullas qanaqa va'dalar bo'lsa ham beringlar, Shayboniyxonga sovg'a salomlar. Xullas bizni yurtlar bilan urushmasin. Ya'ni qandaydir sulh qilaylik, kelishaylik degan ma'noda ikkita elchi yuborgandi-da. Hatto bu yerda endi bitta katta xatoga yo'l qo'yadilar elchilar. Ular masalan o'sha boyaga aytdim Shayxzoda Lohiji degan kishi mana shu mashvarat, ya'ni yig'ilishda, endi mashvarat emas, audiensiya payti Shayboniyxonning huzurida hatto Shayboniyxonni shiyalik mazhabiga ham nima deydi, chorlaydi. Xuddi shiyalikka o'tkazishga ham chorlaydi. Mana eslaringda bo'lsa, o'sha asarda ham Zahiriddin Muhammad Boburga ham haligi sallasini yuborgandik-ku, boyagi 12 o'ramlik sallani. Ya'ni bizniki 4 o'ramlik edi-ku, bizda 4 ta xalifa, choriyora bosafolar bo'lsa, ular 12 ta imomga nima qiladi-ku. Xullas Shayboniyxonni ham xuddi shunday shiizmga og'dirishga harakat qiladilar boyagi elchilar.
xon endi buni eshitib albatta Muhammad Shayboniy xon haqiqiy sunniy o'sha islomni haqiqiy nimasi nima deydi ilmdon odami, u Buxoroda madrasalarda o'qigan, o'zini bekorga imomuz zamon deb atamagan. U Qur'onni tafsiri bu ulamo odamda ham sarkarda ham diniy ulamo edi desa ham bo'ladi Shayboniy xonni. Xon boyagi o'sha diniy munozaraga kirishadi, boyagi nimalar bilan Ismoilni yuborgan, Shoh Ismoilni yuborgan elchilari bilan. Shunda boyagi elchilar nima deydi? Siz axir g'oziysiz. Siz deydi, nima uchun bu ta'limot? Ya'ni payg'ambarning sahobalarini o'sha haqorat qilishni talab qilyapsizlar deydi Shayboniy xon. Sizlar payg'ambarning sahobalarini haqorat qilishni talab qilyapsizlar dedi. Loxiji esa nima deydi Shayboniy xonga? Xon nima uchun bizday pokiza bir Shiya mazhabiga va eng bir toza, aybsiz bir haqiqatni o'sha haqiqatga yo'naltiruvchi mazhabga nima uchun kirmaganligingizdan hayratdaman degan fikrni bildiradi Shayboniy xonga, boyagi Loxiji. Sizning 3-400 nafar taqvodor va diniy olimlaringiz mana shu an'ananing bir qismi hisoblanadi va ular bu ta'limotning xususiyatlari haqida ko'plab kitoblar va jildlar yozgan deydi Loxiji. Sizning o'z ajdodingiz Xulaguxon, bilasizlar, Xulagu bu Chingiziylar edi. Xulagu eslaring buni bilasizlar, Bag'dodni ham egallagan o'sha 1258-yilda. Bag'dodni egallab o'sha boyagi xonavayron qilgan Xulaguxonning avlodi-ku endi, Xulaguxon ham Chingiziyku. Shayboniy xon to'g'ridan to'g'ri mana Chingiziy bo'lganligi uchun nima deyapti? Boyagi elchilar, Eron elchilari, ya'ni Shoh Ismoilning elchilari aytayaptiki, axir sizning bobo kaloningiz Xulaguxon ham aslida mana bizni shiyalardan bo'lgan Xo'ja Nasriddin Muhammad Tusiyning izdoshi bo'lgan. Tusiy esa shiya ulamolarining mashhur tarix nafislaridan biri edi. Ya'ni Xulaguxon mana shunday shiya ulamosiga shogird nima deydi? Ma'naviy bir shogird bo'lgan, ya'ni ma'naviy bir ustozi edi, piri bo'lgan degan ma'noda gapiradilar. Ya'ni siz ham o'sha Chingiziy bo'lganligingiz uchun Xulaguxon ham bizni mazhabni mana shunday qo'llab-quvvatlagan degan ma'noda gapiradi Shayboniy xonga. Bundan tashqari Sulton Muhammad O'ljaytu, bu ham o'sha Chingiziylardan bo'lgan. Muhammad O'ljaytu ham buyuk mana shu shiyalarning ta'limotini eng yirik tarafdorlaridan biri bo'lganligini eslatadilar. Shuningdek Shayx Jamoliddin Mutahhar Xilli bilan qisqa uchrashuvdan keyin shiizm alohida va nufuzli maqomga olib chiqqan mana shu sizni Chingiziylaringiz degan ma'noda Shayboniy xonga ular go'yoki bir nima berishadi, iddao. Qandaydir siz ham o'zi aslida shiyalikka kirishingiz kerak degan ma'noda ular da'vat qilishadi Shayboniy xonni. Ya'ni kimsan o'sha sunniylikning eng oldi podshosi, ya'ni bizning mazhabimizning eng ulug' bir hukmdoriga mana shunday surbetlarcha siz mana shu bizning mazhabimizga kirishingiz kerak degan da'vatni ham qilyapti-da ular, qarang. Bu albatta diplomatik xatolardan bittasi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mana shu Safafiyni mana shu qilgan mana bu yurishi. Xullas Shayboniy xon Kamoliddin Husayn Abivardiy orqali shohga maktub yuboradi. Ya'ni Ismoil Safafiyga maktub yuboradi. Unda o'zining bobosi Abul Xayrxon nomidan Safafiylar davlati ustidan suverenitet da'vo qiladi. Ya'ni nima deydi Shayboniy xon Safafiyga? Endi bu yerda Shayboniy xonning katta xatosi bo'lsa kerak, diplomatik xatosi bo'lsa kerak. Ya'ni Safafiylar davlati bu bizga tegishli bo'lgan, azaldan. Bu Chingiziylarning joyi. Hech qanaqa bu yerda seni nimang yo'q, haqqing yo'q. Sen bizga bir suveren, sen bizni bir vassalimiz bo'lishingiz kerak. Ya'ni Ismoilga aytayapti, sen aslida bizni joylarni egallab turibsan. Mana biz Temuriylardan biz o'zimizni joylarimizni qaytarib oldik degan ma'noda gapiradi-da, ya'ni Shayboniy. Uning gapida bo'lmaganda jon bor. Haqiqatan bu joylarni Chingizxon o'sha o'zining uluslari o'g'illariga bo'lib bergandi, Chig'atoyga va Jo'chiga va hokazo. Endi albatta bu bahsli, chunki men bu yer Chingiziylarniki bo'lgan demoqchi emasman. Bu Chingiziydan oldin ham bu yerda ming yillar davomida turkiylar ham, forsiylar ham yashagan. Xullas mana shunday qilib Ismoildan yana shunaqangi talablar qiladi Shayboniy xon. Tangalarni ham o'zbek hukmdori nomi bilan zarb qilishing kerak. Masjidlarda esa xutbani Shayboniy xonning nomi bilan o'qitishni talab qiladi. Endi bu juda ham qattiq talablar, noto'g'ri talablar edi albatta. Ya'ni Shoh Ismoilga aytayaptiki, sen tangani ham meni nomimdan, Shayboniy xonning nomidan zarb qilishing kerak. Menga o'lpon to'lashing kerak. Sen meni bir nima deydi, protektorat vassal bo'lishing kerak menga degan ma'noda xuddi bir ultimatum jo'natyapti-da Shoh Ismoilga. Bundan tashqari mana shu ultimatumda bunday deydi Shayboniy xon, bu ham mencha bir endi bilmadim, bu shunday ulug' bir sulton, shunday bir ulug' bir ulamo, imomuz zamon bo'lmish bir odam bunday talablar qo'yishi balki sal xato ham bo'lgan bo'lsa kerak. Endi bu tarix, men bir narsa deya olmayman. U bunday deydiki Shayboniy Ismoilga yana mana shunaqangi bir qattiq gaplar bilan g'olib o'zbek qo'shinlari, qarang, haqiqatan o'zbeklar u buyuk samalagi qo'shin saltanatida Shayboniyning. Ya'ni o'sha
tit-pit qilib tashlaganda-da, hatto Boburni ham, mana mendek o'sha Temuriylarni ham tit-pitini chiqarib tashlagan, to'lg'ama usullarini qo'llaydigan, eng jangari qabilalar to'plangan Shayboniylar juda katta saltanatni har qanday dushmanni tit-pit qilib tashlayotgan edi. Shuning uchun balki uning katta ketishida ham bir albatta jon bor, nima bor-da, poydevori bor-da bu gaplarda. U mensimasdan Safafiyni mensimayapti-da Shayboniy ham. Bitta zarbada uchirib yuboraman. Bunaqangi bir yosh bola, go'dak deb hisoblaydi-da. Shayboniy ham yoshi katta-da, endi 60 dan oshgan. Bu Ismoil esa ming tajribali, ming zo'r sarkarda bo'lmasin, hali 23-24 yoshli yigit. G'olib o'zbek qo'shinlari deyapti Shayboniy xon o'sha yuborgan xatida. Ka'baga ziyorat qilish, men yaqinda Ka'baga ziyorat qilaman. G'olib o'zbek qo'shinlari bilan o'taman seni mana bu joyingdan, ya'ni Eron hududidan deyapti. Shuning uchun deyapti Shayboniy xon nimaga? Ismoil Safafiyga. Ka'baga boradigan yo'llarimni ta'mirlab qo'y. To'g'rilab qo'y. Men tekis yaxshi yo'ldan borishim kerak. Ya'ni meni kutib ol. Ya'ni meni yo'llarimni to'g'rilab qo'y degan ma'noda bir nima deydi? Mensimasdan uni yerga urgan bir haligi xatni yuboradi. Aks holda deydi Shayboniy xon, Buxorodan Ubaydulloh xon, ya'ni o'zini boyagi jiyani, ukasini o'g'li, keyinchalik ulug' bir xonimiz bo'lib yetishgan, ulug' bir qahramonimiz. Ubaydulloh xon Buxorodan, Samarqanddan va boshqa joylardan, Nikudari va boshqa joylardan, Toshkentdan, Samarqanddan va boshqa joylardan butun sultonlar o'z qo'shinlari bilan chiqib Safafiylarni tormor etadi deb tahdid qiladi Ismoil Safafiyga. Endi bunga javoban Shoh Ismoil Shayboniy xonni o'zbeklarni Kirmonga, ya'ni boyagi Safafiylarning yurti, ya'ni hududi bo'lmish Kirmonga qilgan ma'nosiz hujumi uchun Ismoil Safafiy Shayboniy xonga malomat qiladi. Va bu hududni o'zining merosiy mulki deb ataydi. Ya'ni Shayboniy xonga aytadiki, siz meni hududiy mulkimga chang soldingiz va malomat qiladi. Merosiy mulkim bu. Ismoil masxarali mana shu gapiga yana Shayboniy xondan masxarali yana bir javob oladi. Bular o'rtasida o'sha boyagi xat yozishmalar ketyapti-da Shayboniy xon bilan Shoh Ismoil o'rtasida. Shunda Ismoilni masxara qilgan Shayboniy xon shunday deydi. Ismoil o'zining merosiy mulkka bo'lgan da'vosini nimaga asoslayotganligini tushunmasligini aytadi. Sen nimaga asoslaysan? Sen kimsan o'zi deydi-da Shayboniy xon. Nima seni bobolaring bir podsho bo'lganmi? Kim bo'lgan? Bu yurtlar meni bobolarimning yeri bu yerlar. Chingiziylarning yeri deyapti Shayboniy xon. Sen kimsan sen deyapti o'zi mana Ismoilga. Sen qayerdan chiqqansan o'zi? Tushunmayman. Sen qanaqa bu seni yurting, yerlaring bo'lishi mumkin? Oliy hokimiyat bunday deydi. Yana shunaqa yomon gap gapiradi Shayboniy xon. Juda nafsiga tegadi-da nimani, Safafiyni. Ya'ni Uzun Hasan bilasizlar, boya aytib o'tdim, Uzun Hasan ona tarafdan bobosi edi-da, oqquyullilar. Nimani? Ismoil Safafiyni. Shayboniy xon aytayaptiki, o'zi mulk, ya'ni mana shu ulus, meros, ya'ni yer va o'sha boyagi mulklar ota tarafdan o'tadi, ona tarafdan emas degan bir masxaramuz bir gaplar qiladi-da. Ya'ni ota orqali o'tadi. Mana meni otalarim orqali kelyapti. Chingiziylar, ota bobolarim orqali. Seni qanaqasiga seni o'sha ona tarafdan to'g'ri qandaydir nimalarga tegishli dersan, lekin ota tarafdan sen kimsan sen degan gapni qilib, hech qanaqa huquqing yo'q-ku seni deydi. Shundak nima deydi xon, o'g'il otasining hunarini, qiz esa onasining hunarini qilish kerak degan bir juda ham bir haligi qo'pol bir shu nafsoniyatga tegadigan bir maqolni ham eslatib Shayboniy xon Ismoilni haqorat qiladi, Shoh Ismoilni. Bu haqoratga qo'shimcha qilib, ayollar uchun mo'ljallangan ro'mol bilan tilanchilar kosasini sovg'a qilib yuboradi. Xatam aka. Tasavvur qiling, Shoh Ismoilday zabardast bir yosh bo'lishiga qaramasdan shunday katta saltanatga asos solgan mana shu kuchli bir sarkarda va hukmdorga Shayboniy xon masxara qilib, ayollarni ro'moli bilan nimani yuboryapti sovg'a qilib, boyagi kosa. Tilanchilar kosasi bor. Bu nima demoqchi kosa bilan? Sen ota bobongni asli kasbini qil, darveshlikni qil. Sofiy bo'lgan-ku buni bobosi. Men aytdim-ku, Shayx Safaviddin Ishoq Ardebili sofiy bo'lgan. Sen o'sha bobolaringga o'xshab darveshlik qil, tilanchilik qil deyapti Shayboniy xon Ismoilga. Sen qanaqa podshosan? Seni bobong hech qanaqa podsho bo'lmagan. Seni bobolaring bir sofiy darvish bo'lgan. Mana meni bobolarim buyuk Chingizxon deyapti. Seni bobong kim deyapti-da Shayboniy xon Ismoilga. Va o'zingni kasbingni qil, ota bobongni sofiylik kasbini qil deb haddan tashqari haqorat qildi-da. Juda ham yomon haqorat qildi Ismoilni. Bu xuddi mana Chingizxon Xorazmshohga elchi yuborganda elchilarni qirib tashlab bir katta qo'pol xato qilgandiku Xorazmshohlar. Endi mana do'stlarim, mana aziz tomoshabinlar, biz tarixni bir mukammal o'rganishimiz kerak, tarixni obyektiv baholashimiz kerak-da. Bobolarimiz buyuk bo'lgan, hech kim buni inkor qilmaydi. Masalan, men nihoyatda mana Shayboniy xonning halokatini o'zim uchun bir fojiali bir sahifamiz hisoblayman-da. Lekin afsuski bobolarimizning xatolari bo'lganda, mana shu Xorazmshohlarning ham xatosi tufayli Chingizxon kirib keldi deb bergan. Qo'pol diplomatik xatosi uchun. Shuning uchun mana tarixdan bekorga saboq olmaymiz. Hozirgi kunda masalan o'sha hukumatdagilar, boshqa yirik davlat arboblari haqiqatan diplomatiyani nihoyatda nozik olib borish kerakligiga urg'u bu tarix.
masalan provokatsiyalarga yo'l qo'yish kerak emas. Mana shunaqangi qo'pol gaplar butun mamlakatlarni mana shunday dahshatli nimaga tortib ketishi mumkin. Urushlarga, xalqlarni keyin qirg'in, barot mana shu narsaga olib ketishi mumkin. Endi Ismoil Safafiyni to'g'ridan-to'g'ri mana shunday haqoratlash albatta noto'g'ri ish deb o'ylayman-da. Shunda nima deyapti? Xon shoh taxti zinapasiga oyoq qo'ysa, mana shuni yodda tutsin, deyapti, qarang. Sen shoh bo'lsang ham xonlardan pastsan. Ya'ni Chingiziylardan pastsan. Agar bizni taxtni zinapasiga oyoq qo'ymoqchi bo'lsang, mana shuni yodingda tut, deyapti Shayboniyxon Ismoilga. Podshohlik hokimiyatini kelinday bag'riga bosgan kishi uni jangda o'tkir qilichlar orasida avaylab asrashi kerak deb yana ta'kidlaydi. Ya'ni nima demoqchi? Tahdid qilyapti. Sen shamshir bilan isbotlashing kerak. Qani meni yengib ko'rchi, deyapti-da Shayboniy. Shayboniyxon o'sha nima deydi, yana yaqin orada haqiqiy musulmon sifatida men Makka va Madinaga haj qilaman, haj niyatim bor va mana shuning uchun men Iroq orqali ana shu yo'limda Shoh Ismoil bilan albatta uchrashaman. Ya'ni yaqinda men haj qilaman va sen bilan albatta uchrashaman degan bir gapni ham qistirib o'tadi-da. Ismoilga albatta bu juda ham yomon ta'sir qildi, haddan tashqari. Albatta bu haqorat. Shoh Ismoil nima qildi? Shayboniyxonga javob xatini, endi Shoh Ismoilni aqlli ham ekanda, yosh bo'lishiga qaramasdan aqlli va tadbirli. Shuning uchun ham Shayboniyxonni u o'sha jang mahv qila oldi deb o'ylayman-da. Aqlli va tadbirli edi haqiqatan ham. Yosh bo'lsa ham mana shu Ismoil. Ismoil shunday xat javob yozadi, qarang, xatam ekan. Shayboniyga. Agar har bir inson otasining hunariga amal qilishi shart bo'lganida edi, odam otaning o'g'illari bo'lgan barchamiz payg'ambarlar kasbi bilan shug'ullanishimiz kerak edi, deb. Ko'rdingizmi, aqlli gap. Biz hammamiz bitta odam otadan tarqaganmiz, deyapti. Tushunyapsizmi? Sen hech kimga nima bermaydi. Sen Chingizni nevarasimisan? Nimani nevarasimisan? Kimni nevarasi bo'lishingdan qat'iy nazar, senga bu hech qanaqangi nima bermaydi. Chunki hammamiz asli odam otadan tarqaganmiz, deyapti. Shoh Ismoilning gapida juda ham jon bor. Agar faqat merosiy nasab oliy hokimiyat huquq berganida edi, bu huquq mana qarang nima deyapti Ismoil. Agar faqat meros bilan kelganda edi mana shu podshohliklar, deyapti. Pishdodiylardan Kayoniylar sulolasiga qanday o'tgani va u kimdan Chingiziyga yoki menga xat yozayotgan shaxsga o'tgani noma'lum bo'lar edi, deydi. Ko'ryapsizmi? Sendan oldin ham bo'lgan saltanatlar demoqchi-da. Chingizdan oldin, Chingizni o'zi ham qachonlarda bir saltanat tuzgan. Mana Amir Temur ham uni ham bobolaridan qolmagan, u ham o'zi tuzgan saltanatni. Tushunyapsizmi nima deb, unga qanday nima qilyapti? Safafiy zo'r tushuntiryapti-da. Bu ajdodlaring bilan kelganingni maqtanma, deyapti. Ertaga bilmaymiz, ertaga yana bittasi chiqadi, saltanat tuzishi mumkin, deyapti. Bu insonni nasl nasabiga taalluqli narsa emas. Har qanday odam kerak bu saltanat tuzga. Ismoilning gapi to'g'ri. Keyin dunyoda qancha saltanatlar tuzildi. Hech qanday nom nishonsiz odamlar, hech qanday nasl nasabi ham yo'q odamlar ulug' saltanatlar tuzdilar. 1510-yil yozida Shoh Ismoil o'z qo'shini uchun oziq-ovqat zaxiralarini tayyorlaydi. Endi tushundi-da, jang bo'lishini tushundi. Shayboniyxon bilan baribir to'qnash kelishini tushundi. Shuning uchun u jiddiy tayyorgarlik ko'ra boshladi jangu jadalga. O'zining barcha qo'shinlarini nima deydi? Butun Qizilbosh qo'shinlarini Xuroson tomonga yo'l solishga, ya'ni mana butun qo'shinlarni yig'a boshladi. Mana Kavkazdagi qo'shinlarini, o'sha Iroq, hozirgi Iroq, Bag'dod, Mosul, Basra, mana bu Gruziyani ham egallagandi. Barcha qo'shinlarning konsentratsiyasini Xurosonga, ya'ni Shayboniylarga qarshi qaratishga nima qildi? Jalb qildi. Safaviylar O'zbek sultonlari, ya'ni O'zbek podshosi Muhammad Shayboniyxon yuborgan maktubga javobi keskinlasha boshladi. Endi oldingida u Shayboniyxonga nima qilib o'tirmadi? Nima deydi? Takalluf qilib o'tirmadi. Endi jiddiy va u ham qo'pollasha boshladi. Mana Shayboniyxon ilgari qo'pol gaplarni gapirayotganda-yu, endi Ismoil Safafiy ham jiddiy va qo'pol javoblarni berishni boshladi. Keskin. Hech qanaqa ehtiromli murojaatlar yo'q edi endi. Shunda Shayboniyxonga yana bitta nimani yuboradida, xatida bunday deydi. Alavuddavla Zulqaddar shunaqa dushmanini yengganida Ismoil Safafiy, Alavuddavla Zulqaddar ustidan qozonilgan g'alaba qisqacha bayon qilingan. Ya'ni men mana shunday dushmanni yengdim. Va endi eshit. U shunday deb yozadi. Biz 12 imomga muhabbat bilan 12 ming qo'shinni tarqatdik va ana shu 12 ming imom barakati bilan Iroqqa kirdik. Ya'ni Bag'dod, ya'ni nima deydi Shayboniyxonga? Mana shu bizning 12 imom, ya'ni bizning shiyalik mazhabimiz shunday qudratli bizga kuch berdiki, biz Bag'dodni ham egalladik. Shuningdek, shunaqa maktubida ko'p bora ataylab qarang, Shayboniyxonning nimasiga nafsiga tegish uchun, ya'ni diniy nafs nimasiga tegish uchun yo Ali yo Madad deydi. Haligi shiyalar aytadi-ku, yo pirim yo Ali deb ko'p gapirishadi. Bizda ham ba'zi odamlar shunaqa deb qoladi. Bu albatta sunniylar uchun bu xato deyishadi. Ey Ali, bizga yordam ber degan ma'noda shunaqa xatida rosa ko'p yozadi. Xullas Ismoil, ya'ni Shayboniyxon bu xatlardan tushundiki, Ismoil ham kuch to'playotgan ekan. Xullas shoh
juda katta qo'shin bilan Xuroson tarafga, Morin nahri tarafga qarab yo'l ola boshlaydi. Mashhadga kelgandan keyin bilasizlar, Mashhad hozir ham Eronning eng katta shaharlaridan biri hisoblanadi. Adashmasam Tehrondan keyin turadi. Mashhadga keladida, Mashhad egallanadi. Mashhadga kelgandan keyin Imom Rizo maqbarasini ziyorat qilishga qaror qiladi. O'sha o'zlarini mashhur imomlari. Ismoil mana shu yerda Mashhaddan turib nimaga Shayboniy xonga boyagi u ham mana shunaqangi bir masxaromuz holda xat yozib, unga ham shunaqa haqoratli bir sovg'alar yuboradi. Ya'ni arqon bilan qandaydir ip bo'ladi-ku, mana g'ildirak, xatam ekan, g'altak. Mana shunaqangi sovg'ani yuboradi-da nimaga? Shayboniy xonga. Ya'ni nima deydi? Bu bilan nima demoqchi edi Shoh Ismoil? Belbog'ingni mahkam bog'la deydi. Belbog'ingni mahkam bog'la va g'alaba uzangiga qat'iyat bilan mana men oyoq qo'ydim deydi. Arqonni tashladim. Qani, agar sen erkaklarcha yuzma-yuz men bilan uchrashsang deydi Ismoil. Adovatimiz ana shunda hal bo'ladi deydi. Mana sen erkaklarcha mana maqtanganding-ku, hajga borayotganda sen bilan uchrashaman deganding. Mana men senga arqon tashlayapman. Qani, erkak bo'lsang kel, mana bellashamiz deyapti. Kim? Mana shunday deyapti, qarang. Ehtimol men yuborgan narsadan biror naf toparsan deyapti. Masxara qilyapti Shayboniy xonni. Sen aqling yetsa tushunasan deyapti-da. Men nimani yuborganligimni senga. Biz ancha vaqt senga rahim qildik deyapti, qarang. Ismoil kichkina bola u, hali Shayboniydan 2 barobar yosh u. Bo'lsa 23-24 yosh. Shayboniy xon 60 yosh. 60 yoshli cholga nima deyapti? Agar aqling bo'lsa deyapti, tushunasan deyapti. Biz senga ancha rahim qildik. Endi maydonda qani tirashamiz deyapti. Qani meni kuchli zarbalarim bilan qani bir tatib ko'rchi deyapti. O'zaro hisob-kitob qiladigan vaqt keldi deyapti. Qani kel deyapti, bellashamiz deyapti. Kim yiqilsa ana shu hukm, ana shu haq bo'ladi deyapti. Jang qilamiz, qani kim yiqilsa o'sha haq bo'ladi Xudoning ham oldida deyapti. Shoh Ismoil albatta qo'shin bilan bostirib kirishni boshlaydi. U bir joyda juda katta ziyofat uyushtiradi-da, mana shu Xurosonga kelayotgan yo'lda. 23 ming qo'shinida, shuningdek boyagi o'zini sarka nimalari bor-ku, qo'shin sardorlari, beklari. 23 ming qo'shinga juda katta sovg'a salomlar tarqatadi. Shoh Ismoilni yosh bo'lsa ham aqli juda ham balo edi-da bu odam. Jangdan, urushdan oldin katta ulushlarni beradi. Boyagi xazinani ayamasdan askarlarga beradi, qarang. Oldindan oylik maoshlar, sovg'alar tarqatadi. Va ana shunday qilib katta bir ihsonlar berib, juda katta ziyofatlar berib, juda katta o'sha xudoylar berib, u qo'shinni ruhlantiradi va Xurosonga bostirib kirishni boshlaydi. Shayboniy xonning kuyovi o'sha paytda Damg'on hokimi edi, Ahmad Sulton, shuningdek Astrabad hokimi Ahmad Qo'ng'irot va boshqalar qal'alarni mana shu bostirib kelayotgan safafiylarni juda katta qo'shinini ko'rib, o'zbek beklari, o'zbek sultonlari nimaga qocha boshlaydilar. Ya'ni albatta Ismoilning yirik kuchlarga qarshi ular bas kela olmasligini sezgan hokimlar, mana Astrabad, boshqa shaharlarni shiddat bilan tashlaydilarda, hammasi qocha boshlaydilar nimaga qarab, Shayboniy xon tarafga qarab. Said Rofiy, Bobo Nutqar va boshqa yetakchilar Bistom degan joyda hatto qo'rqqanlaridan Ismoil shohga ehtirom bilan oldiga chiqib, unga hali qulluq qiladilar. Qarang, Shayboniy xondan voz kechib, haligi Shayboniylar qo'ygan ba'zi beklar Ismoil Safafiyni katta izzat, ikrom bilan kutib oladilar. Mana xoinlar, ko'rdingizmi? Katta kuchni ko'rgandan keyin hammasi Ismoil tarafga o'tib keta boshlaydilar. Astroboddan qochgan hokimning nimasi Xo'ja Muzaffar Bitikchi esa shohning vaziri etib tayinlanadi. O'sha bir joyda, Jajarim degan joyda shohning vaziri qilib hatto tayinlanadi. Shoh Ismoil Mashhadga deyarli yetib kelgan paytda shimoliy yurishlarda endi nima uchun Shayboniy xon katta kuchlarni bu yerga to'pla olmadi degan ko'pincha savollar tug'iladi-da. Mana tarixchilar hayron qolishi mumkin. Shunday Temuriylarni dabdalasini chiqarib yuborgan, Boburni bir zarba bilan haydab yuborgan Morin nahrdan, Toshkentni egallagan, Vodiyni egallagan, Xorazmni egallagan, Xurosonni egallagan Shayboniylar nima uchun Ismoilga qarshi butun kuchlarini yig'a olmadi, to'pla olmadi degan savollar tug'iladi-da. Nima uchun o'zbeklar parokanda bo'lib ketdi? O'sha 1510 fojiali Marv muhosarasidan oldin. Chunki Shayboniy xon shimolda qozoq xonlari bilan kurashayotgan payt edi. Ya'ni shimoliy hududlarni o'sha Shayboniylarda uncha mustahkam emas edi. Mana shu shimolda yurishlardan qaytgan o'sha xorigan armiyaga, ya'ni qo'shinga Shayboniy xon qandaydir bir muddat nima deydi, qishlash uchun, dam olish uchun ruxsat bergandi va kuchlar bo'linib ketgandi. Katta kuchlar Buxoroga, Samarqandga, Balxga va boshqa shaharlarga bo'linib ketgandi. Shuning uchun Shayboniy xon katta kuchlarini mana shu urushdan oldin to'pla olmadi. Razvedka ishi ham pand berganda bu yerda. Ismoilni esa razvedkasi juda ham yaxshi ishlagani uchun ana shu
Shayboniylarning kuchlarini tarqalib ketganligini sezgani uchun ham Shoh Ismoil vaqtida jangga kiradida. Ya'ni kuchlarini to'plab, Shayboniylarni mana nima deydi, parokanda ahvolda turganligini ko'rib, u Shayboniylar kuchlarini bitta-bitta urib yengmoqchi edi. Xuddi mana aytuvdim-ku, Napoleon strategiyasi shunday edi-ku, dushman kuchlarini birlashtirmasdan bitta-bitta yengib, butun kuchlarini keyin tormor qilish. Shayboniyxon mana shu Ismoilni shiddat bilan kelayotganligi haqida eshitadi. O'zi Hirotda edi, Muhammad Shayboniyxon o'sha paytda Xorosonning poytaxti Hirotda edi. Shayboniyxon endi hayron qoldi-da, endi birdan Ismoilning kelishini kutmaganda-da. Juda katta qo'shin bilan Ismoil kelayotganligini eshitgandan keyin Shayboniyxon shoshib qoladi va albatta mashvaratdan keyin ular zudlik bilan o'zbek sultonlari, ya'ni Shayboniyxonning oldidagi o'zbek qabilalarining sardorlari Shayboniyxonga shiddat va zudlik bilan chekinish haqida maslahat beradilar va Shayboniyxon Hirotni tashlaydi, Marvga qarab chekinadi. Marvni bilasizlar, hozirgi Turkmanistonda Mariv shahri Marvga qarab chekinadi. Juda katta shahar bo'lgan Marv, devorlari baland, mustahkam himoya qalasi edi va Marvga qarab chekinadi va Marvda himoyaga turadi. Hirot hokimi Jon Vafo Mirzo ham Muhammad Shayboniyxonning orqasida yo'l oladi. Shundan so'ng Hirotdan o'zbeklarning, ya'ni o'zbek oilalarining, ya'ni o'sha Hirot egallanganda minglab o'zbek oilalari joylashganda shaharga. Mana o'sha Pirimqul Qodirovning asarida ham yozilgan-ku, o'zbek sultonlari, o'zbek beklari Hirotni qanday talaganliklari, o'zbek boyagi boylarini, uylarini egallaganliklari haqida juda ko'p gaplar bor. Bu yerda 10 minglab o'zbek oilalari Hirotga joylashib ulgurgan edi. Ana shu o'zbek oilalari shiddat bilan Shayboniyxonning orqasidan ketishni boshlaydilar. Ommaviy qochish boshlanadi Hirotdan. Bu esa Xoja Kurt va Sulton Mahmud boshchiligidagi o'zbeklarga loyal, ya'ni o'zbeklar tarafdori bo'lgan ana shu beklarning otryadlari endi o'zbeklar Hirotdan chiqib ketgandan keyin Hirotda qolgan Shayboniylar tarafdorlari bo'lmish Xoja Kurt va Sulton Mahmud boshchiligidagi otryadlar sitadel bor-ku, Hirotning eng sitadeli, ya'ni qalasi, shaharning ichidagi qala Ixtiyoriddin qalasiga kirib bekinib oladilar va mana shu yerda himoyaga turadilar. Mana shu paytda Shoh Ismoil Mashhadda edi o'sha paytda Shoh Ismoil boya aytib o'tdim, Imom Ali Rizo maqbarasiga kirib, bu yerda Xudoga o'sha nolalar qilayotgan edi, jangda g'alaba so'rab mana shu urushdan. Shayboniyxon esa Marvga keladi va mana shu yerda Marv shahrini, qal'ani mustahkamlash ishlarini boshlaydi. Ya'ni qal'ani devorlarini mustahkam, chunki bildi, ochiq maydonda jang qilish uchun Shoh Ismoilda qo'shin yetarli emas. Shayboniyxonda Shoh Ismoilda juda katta qo'shin bilan kelyapti, 30-40 minglik armiya bilan. Shayboniyxonda bor yo'g'i 5-6 minglik qo'shin bor. Boyagi shahar aholisi bilan qo'shib hisoblaganda ham 30 mingdan oshmaydi Shayboniyxonning kuchlari. To'liq mana jangovar qo'shini 5-6 ming atrofida deb aytishadi tarixchilar. Shunday qilib Shayboniyxon Marvga keladi va Marv qalasini mustahkamlay boshlaydi. Shayboniyxon choparlarni tinimsiz Morinnahrga, Amudaryoni o'sha qirg'og'iga, ya'ni nima deydi, o'ng qirg'og'iga jo'natayotganda Morinnahrga, Samarqandga, Buxoroga zudlik bilan butun o'zbek sultonlarini chorlaydi. Zudlik bilan Marv qalasiga yetib kelinglar. Biz bu mana shu yerda bostirib kelayotgan mana bu shiyalarning sardori Ismoil Safafiyga qarshi mana shu yerda jang beramiz va uni yengamiz va barcha Xorosondagi va boshqa shaharlarni qaytarib olamiz va kerak bo'lsa butun o'sha Bag'dodgacha boramiz degan ma'noda xatlarni, choparlarni yubora boshlaydi. Albatta o'zini jiyani, ya'ni ukasi Ubaydullohxonni chaqiradi. Shuningdek, o'g'illari Muhammad Temur sultonni Buxorodan chaqiradi, Samarqanddan ham boshqa kuchlarni chaqiradi. Barcha xon va sultonlarni yordamga chaqiradi Shayboniyxon. Lekin nimagadir mana shu o'sha nimada ham yozilgan, Pirimqul Qodirovni. Men bu asarni endi juda bir mashhur bo'lganligi uchun baribir nima qilaman, lekin juda ko'pirtirilgan, Shayboniylarni kamsitilgan albatta bu yerda. Men bu joylarga qo'shilmayman, lekin baribir tarixiy faktlar asosida yozilgan asar. O'sha asarda ham aytiladi, go'yoki Shayboniylar bir ataylab kechikayotganday tasvirlanganda, yo aslida ataylab kechikmagan, bu kuchlar juda uzoqda, juda katta masofalarda bo'lganligi uchun Marvga yetib kelish albatta qiyin edi o'sha paytda. Marv Amudaryoni kechib o'tish kerak. Bilasizlar, Amudaryo juda katta va to'lqinli daryo bo'lgan. Hozir ham katta Amudaryo. U paytlarda juda bahaybat daryo bo'lgan. Amudaryoni narigi qirg'og'idan katta kuchlarning kelishini Shayboniyxon kutishga majbur edi. Buni albatta Ismoil Safafiyning razvedkasi hammasini yetkazib turadi. Xullas, Marvga qarab endi yopirilib kela boshlaydi Safafiylar. Ya'ni Muhammad Shayboniyxonni qopqonga tushirish, ya'ni Marvdagi o'sha nimasini qamalga olish haqidagi buyruqni beradi. Ismoil Safafiy shiddat bilan qo'shinning boshida Marvga qarab kela boshlaydi. Nimadan? Boyagi Mashhaddan. Ularning avangardi, albatta avangard degan ilg'or. Mana Napoleon haqidagi ko'rsatuvlarda aytganman, ilg'or yuradi. Qo'shinning boshlang'ich razvedka qismi oldinda yuradi. Ularning ilg'ori bilan Shayboniylarning razvedkasi o'rtasida, ilg'or qismlari o'rtasida
Shohirobod degan joyda qisqagina jang bo'ladi. Ya'ni razvedka jangi bo'ladi. Bu jangda qaqshatqich jang bo'ladi. Bu yerda o'zbeklarning kuchi baribir ko'rindi. Shu yerda Ismoil Safaviy yuborgan razvedka boshlig'i Din Muhammad Afshor halok bo'ladi. Shunday bo'lishiga qaramasdan o'zbek qo'shini, ya'ni Shayboniyxonning qo'shini Marv qalasiga qarab chekinadi. Chunki bildi, bu avangard qismi edi, Ismoil bostirib kelyapti. Shuning uchun sezdiki, avangard hatto o'sha ularning sarkardasini, boyagi avangardning boshlig'ini o'ldirgan taqdirda ham bu jangda g'alaba degani emas edi, bu faqat kichik jang edi. Shuning uchun ular Marvga qarab chekinadilar. Xullas Shoh Ismoil 1510-yil 22-noyabr kuni Marvga yetib keldi. Shayboniyxon ichkarida, qala ichida, Marvning ichida va Marv o'rab olinadi. Shayboniyxonni salkam Ismoil Safaviy 20 ming qo'shin bilan Marvni o'rab oladi. Ichkarida garnizon 5-6 ming kishi atrofida Shayboniyxonda. 7 kun davomida qizilbosh nimalar, ya'ni qizilboshlar, Safaviylar mana shu katta muhosarani boshlaydilar. 7 kun davomida qizilbosh qo'mondonlardan bu yerda Div Sulton Rumli, shuningdek Cho'yan Sulton, endi men balki sal noto'g'ri talaffuz qilayotgandirman. Cho'yan deyishadi. Cho'yan Sulton ustachli, ya'ni ustachi. Bodimjon Sulton Rumli, shuningdek Zaynalxon Shomli va ayniqsa Muhammad Sulton Tolish degan boyagi sarkardalar Shayboniyxon himoya qilayotgan shahar darvozalariga hujumlar boshlaydilar. Ya'ni asada deydi-ku, qalani egallash uchun ular boyagi narvollarda, boyagi arqonlarda qala devorlariga tirmashib chiqishni boshlaydilar. Xullas, Marv muhosarasi boshlandi. Marv qamali boshlandi. Shiddatli janglar boshlanadi shahar darvozalari ustida va ostida. Morin-Nahrdan albatta Shayboniyxon yordam kelishini intiqlik bilan kutayotgandi. Balki bir necha kun chidaganda edi Muhammad Shayboniyxon, ulug' xonimiz. Albatta uning o'g'illari yetib kelgan bo'lar edi. Mana Zahriddin Muhammadning Boburning o'sha egachisi opasi Shayboniyxonga tushgan-ku. Shuning o'g'li bor edi, Xurram shoh. Ana shu yetib kelayotgan edi allaqachon. Undan tashqari Ubaydulla sulton, Muhammad Temur sultonlar katta qo'shin bilan, Ko'chkinchixonning o'zi bosh nimasida Shayboniylar juda katta qo'shinlar bilan Marvga qarab kelayotgan edilar. Agar ozgina sabr qilganda edi, albatta Ismoil Safaviyni bular keyinchalik jangda tormor qilgan bo'ladilar o'zbek sultonlari. Shunday qilib fojiali nima boshlanadi. Xullas qamal davom etayotgan edi, lekin Morin-Nahrdan yordam kelayotganligini albatta Ismoil Safaviy ham bilib turgandi. Nafaqat Shayboniyxon kutayotgandi, balki Ismoil Safaviyning razvedkasi ham aytib turgandi. Amudaryoning narigi qirg'og'idan o'zbeklar katta qo'shin bilan Marvga qarab kelyaptilar. Shunda ming afsuski, mana shunday fojiali tariximiz bor. Endi bu tarixni nima aytmasdan ilojimiz yo'q. Shoh Ismoil endi yosh bo'lishiga qaramasdan mana 60 yoshli tajribali sarkardani 25 ga ham kirmagan yigit, lekin miyasi butunda, mana kallasi butun, ayyor, aqlli va ayyor Shayboniyxonni aldab olib chiqishga endi kirishadi. Ayyorlikka o'tadi, hiyla, harbiy hiyla deb ataladi bu. Urushda har qanday usul baribir to'g'ri deb hisoblashadi. Urushda har qanday usul oqlanadi. Harbiy hiylaga o'tadi. 30-noyabr chorshanba kuni hiyla ishlatishni boshlaydi va Ismoil Safaviy Marv qamalini to'xtatadi, qo'shinlarni orqaga chekinish haqida buyruq beradi. Ya'ni Marvdan salkam 10 chaqirim uzoqlikka olib ketadi qo'shinlarni. Shayboniyxon qala tepasidan qaradiki, dushman chekinishni boshladi. Ya'ni shahar mudofaasi, ya'ni qamal to'xtatdi, dushman uzoqqa qarab chekinadi. Mana Troya filmida greklar qanday hiyla ishlatadi? Olib ketadi qo'shinlarini. Aldanadi-ku boy Troya aholisi. Xuddi shunday. Qaladan chekindi nimalar? Safaviylar, qizilboshlar 10 milcha uzoqlikda, ya'ni 10 chaqirim uzoqlikda Mahmudiy degan qishloq bor edi, Marvdan. O'sha nariga qarab, o'sha g'arbga qarab chekinishdi. Shoh Ismoil mana shu yerda o'zini qo'shinlarini mana shu 10 chaqirim uzoqlikka olib ketadi va bu yerda pistirma qo'yadi. Marvdan o'sha 10 mil uzoqlikdagi Mahmudiy qishlog'i edi. Shoh Ismoil mana shu yerda hiylasining ikkinchi qismini davom ettiradi-da, Shayboniyxonga quyidagi mazmunda maktub yozadi. Xatam aka, qarang. Ayyorlikning yo'lini qarang-da. Shayboniyxonga maktubda nima deyapti? Siz bizga Makkaga yo'l olganingizda Iroq va Ozarbayjon tomon yurish qilishingizni yozib, yo'llarni ta'mirlab berishimizni so'ragandingiz. Mana yo'llarni remont qilib berasiz deb masxara qilgandingiz deyapti-da. Yo'llarni ta'mirlab berishingizni so'ragandingiz. Biz esa Mashhaddagi Imom Ali Rizo qabrini ziyorat qilish uchun Xurosonga borish niyatimiz borligini bildirib, olamni fath etuvchi bayrog'imizni qarshi olishingizni so'ragan edik. Mana men keldim sen oldingga. Meni qarshi ol deb sizga men aytgandim xatimda deyapti. Mana biz muqaddas maqbarani ziyorat qildik Mashhaddagi. Ammo siz bizni kutib olgani nimagadir kelmadingiz. Katta ketgandingiz-ku deyapti. Siz bizni kutib olgani kelmadingiz. Keyin siz bilan uchrashish uchun men hatto Marvga ham keldim. Mana Mashhadga keldim, kelmadingiz deyapti. Endi men sizni hurmatingizni qilib Marvgacha keldim deyapti. Lekin siz Marvning ichiga kirib oldingiz. Meni oldimga chiqmadingiz. Darvozalarni yopib bekinib oldingiz deyapti. Xuddi xotinlarga o'xshab deb mana boyagi ko'rdingizmi o'ch olishni.
Boya sen xotinlarni urug'idansan deb degan ma'noda siz ham xotinlarga o'xshab ma'rifni ichiga berkinib oldingiz deyapti Shoh Ismoil. Shuning uchun biz qishni endi darvozani yopib oldingiz, chiqmayapsiz deyapti-da. Endi biz sizni kutib o'tira olmaymiz-ku. Chiqmadingiz mana bir haftadan beri men shaharga kirishga harakat qildim siz bilan uchrashishga, lekin siz chiqmadingiz shahardan deb. Endi noiloj dedi. Men endi qishni o'tkazish uchun men endi Xurosonga qaytaman. Ya'ni Mashhadga va boshqa joyga qaytaman. Va yana esingizdan chiqarmang. Bahorda qaytib kelaman deyapti. Kunlar isigandan keyin qaytib kelaman va siz bilan o'shanda uchrashamiz deb bir masxaromiz xatni kiritadi-da. Shayboniyxonga Ismoil Safaviy. Bu ayyo tulkilik bilan Shayboniyxonni chiqarib olishda shahardan. Jangga chorlayapti-da. Xullas maktub payshanba kuni kechqurun yuboriladi. Juma kuni ertalab Shoh Ismoil Talaxton degan nima deydi? Joyda nima tikatda, lager deydi-ku, chodir tikib, Mahmudiy kanali degan kanal, bu Mahmudiy degan o'sha boya aytdim qishloq. O'sha yerdan ariq o'tganda, o'sha kanal desak bo'ladi. Ariqda ko'prik bor edi, katta ariq edi. Shu ariqdagi ko'prikni qo'riqlash uchun bu ataylab pistirmadi, qarang. Ataylab chalg'itish uchun Amir Mosulli degan kishini qo'mondonligida 300 ta otliqni qoldiradi. Ataylab ko'prikning oldiga 300 ta otliqni qoldiradi. Qarang, taktikani qarang, ayyorlikni. Shunda Shayboniyxon chiqqan paytda darhol chekinish haqida ko'rsatma beradi hali otliqlarga. U otliqlar nima edi haligida? Primankada. Ya'ni tuzoq. Mana qarmoq tashlaydi-ku baliqqa. 300 ta otliqni qo'yib qo'yadi. O'sha Shayboniyxon chiqqandan keyin ular qochish kerak. Shayboniyxon qizilboshlarni ketganiga ishonch hosil qildi. Albatta, mana Shayboniyxon ko'rdi, qizilboshlar chekindi shahardan, va maslahat, mashvarat chaqiradi Shayboniyxon. Endi nima qilamiz? Ketdi, dushman qochib ketdi. Dushman bizni tashlab ketdi, ya'ni qamalni to'xtatdi. Shunda maslahat paytida juda ko'p beklar, ya'ni sultonlar, O'zbek sultonlari, O'zbek beklari Shayboniyxonga juda yaxshi maslahatlar beradilar-da. Ko'rdingizmi? Sarkardalar ba'zan shu beklarni maslahatiga kirish kerak-da. Mana parlamentarizm bejizga yaxshi narsa emas-da. Maslahatchilarning gapiga kirish kerak. Ular bir narsani bilmasa, o'zidan o'zi maslahat bermaydi-ku, to'g'rimi? Ya'ni ulug' xon deydi ular Shayboniyxonga. Ulug' xon, biz bular bu qizilboshlarning tuzog'i bo'lishi mumkin deyapti-da, beklar. Biz ularning tuzog'iga tushishimiz kerak emas. Ya'ni nima deydi? Shoh Ismoilga hujum qilmaslik haqida nima qiladi-da? Hozir kerak emas. Biz mana shu yerda qamaldan chiqmasdan O'zbek sultonlarini, ya'ni butun urug' aymog'imizni kutishimiz kerak. Mana o'g'illaringiz, jiyanlaringiz yaqinda juda katta qo'shinlar bilan yetib keladi Ma'rifga. Ana undan keyin hammamiz birlashamizda, sizning boshchiligingizda Eronga yurish qilamiz. Xuroson va Eronga yurish qilamiz. Ana shundagina Shoh Ismoilning adabini beramiz. Barcha sultonlar, barcha o'zbeklar yig'iladi, bostirib boramiz va qizilboshlarning adabini beramiz deydi. Endi Shayboniyxonning eng yaqin o'sha maslakdoshlari, ya'ni eng yaqin mulozimlari, ya'ni beklari, ya'ni amaldorlari Jon Vafo va Qambarbek ham Mo'g'rinnahrdan Ubaydulla sultonni va Muhammad Temur sultonni kelishini qalada kutib turish kerakligini juda ham yaxshi maslahat deb hisoblab, mana shu nimani berishadi. Ya'ni Ubaydulla sulton bilan Muhammad Temur sultonni kelishini kutishimiz kerak. Hozir chiqishimiz juda katta xato degan nimani beradi-da Shayboniyxonga. Biroq buni qarangki, mana ming afsuski ba'zan xotinlarni aytadi-ku, Xatam aka. Xotinning gapiga kirsang, ana shunday ahvolga tushasan. Shu paytda qarang, mana men shunisiga hayron qolaman-da. Demak, o'sha Shayboniyxonlarday, Shayboniylarday o'sha dinni mahkam ushlagan, sunniylik mazhabini o'sha mahkam ushlagan odamlar ham xotinlarga quloq solgan ekan. O'ylab ko'ring. Demak, Turkiylarda baribir xotinlarni nimasi ulug'langanda, nimasi ko'ryapsizmi? Hech qanaqangi bizda ayollarni juda ham haligi nima deydi, kamsitish, ayollarning huquqini toptab tashlash degan narsalar mana shulardan ko'p bilamanki shu tarixdan. Demak, bizda unaqa narsalar bo'lmagan. Qarang, o'sha mashvaratda Shayboniyxonning eng bir sevimli rafiqasi bu, men shunisiga hayron qolaman-da. Mashvaratda u qanday ayol kishi mashvaratda qatnashgan yoki mashvaratdan keyin bo'lganmi bu narsalar? Shayboniyxonning sevimli va katta xotini, endi katta xotini degani o'sha bosh xotini, bu xotinning ismi Mo'g'ul xonim edi. Oysha sulton ham deb atalgan. Juda go'zal ayol bo'lgan ekan. U butun Shayboniylar bu yangasi edi-da. Muhammad Shayboniyxonning eng sevimli ayoli. Mo'g'ul xonim xonga qarab nima deydi? Qarang, Xatam aka. Mana shu eng fojiali joylarimizdan bittasida. Qanday qilib, axir siz O'zbek sultonligisiz deyapti-da. Agar siz o'zingizni zamon xalifasi deb bilib shunday qilsangiz, siz Chingizxon avlodlarini sharmandalikka giriftor qilasiz deyapti. Agar siz jang qilishni istamasangiz, u holda mana men Ismoil bilan jang qilaman deydi ayol. Mana xatoni qarang-da. O'zbek sultonlariga yarashmaydi bu narsa. Biz o'zbeklar hech qachon mana unday nima qilmaganmiz deydi-da. Chiqing jang qiling deydi. Ayol, boya xotini. Bu juda ham qattiq ta'sir qildi-da. Shayboniyxonday ulug' xon mana shu xotinning gapidan, mana xotinlarning gapidan mana oriyat bor-da bizda o'zbeklar, ko'ryapsizmi? Or qiladi shu gapga. Agar siz jang qilmasangiz, mana men jang qilaman deydi ayol kishi. Shayboniyxon albatta bu gaplarga menimcha chidolmagan-da.
Siz Chingizning avlodisiz deyapti-da. Qanday qilib o'sha qochayotgan dushmanga chiqib jang qilish kerak deydi. Bo'lmasa sizni ma'lumot qiladi bular ertaga butun xonlar. Mana biz bo'lmasak hech kim emas ekan bu Shayboniyxon. Chiqolmabdi jangga ham degan ma'lumotda qolib ketasiz degan bir hali gapni aytadi-da. Mana shundan keyin afsuski Shayboniyxon juda katta xatoga yo'l qo'ydi va 2-dekabr kuni 1510-yil juma kuni o'sha 5-6 minglik butun otryadi bor shahardagi garnizon hammasini qal'adan olib chiqadi. Eng katta juda katta xato edi, fojiali xato edi. Va taxminan mana shu qo'shinlar boshchiligida boyagi Marvdan yo'lga chiqadi Shoh Ismoilni ta'qib qilib. Shoh Ismoil Shayboniyxonga boyagi quyidagi maktubni yana bitta maktub yo'llagandi, shu maktubni ham aytib o'tib ketay. O'zingni zamon xalifasi, payg'ambarimizning o'rinbosari deb hisoblab, maktublaring bilan menga tinchlik bermading deydi Ismoil. Agar senda mardlik bo'lsa, qala devorlari ortiga yashirinma va jang maydoniga chiq. Aks holda men hozir ketaman. Chunki Usmonli sulton Boyazidning o'g'li Selim, ya'ni Boyazid 2, bu Sulton Mahmudning o'g'li, Sulton Boyazidning o'g'li Selim Yavuz keyinchalik taxtga o'tiradi. Sulton Selim, ya'ni Shahzoda Selim Tabrizga hujum qilgani haqida xabar oldim, deyapti. Bu ham tuzoqda qarang, hiyla. Rostini aytsam, men Xurosonni egallashni ham istamagan edim. Bu o'lkani boshqa sultonlarga sovg'a qilmoqchi edim. Bundan tashqari sha'nimga tekkan haqoratli maktubing meni bu yerga kelishga majbur qildi. Endi esa men Ozarbayjonga ketyapman va sen bilan hozircha ishim yo'q. Xurosonni xohlaganingcha tasarruf etaver, o'zing boshqaraver, deyapti. U yo'lda shohning maktubini olib, o'zini bosh vaziri va sobiq sharobchisi, ya'ni sharbatdori Hoji Kamoliddin Mahmudni orqaga qaytaradi va unga shohning elchisini Marvda ushlab turish hamda shahardan qo'shimcha qo'shin yuborish haqida ham ko'rsatma beradi. Qarang Shayboniyxon. Shayboniyxon boyagi Marvdan yana qo'shin yuborishni ko'rsatma beradi. Amirbek Mosulning Mahmudiy kanali boyagi Mahmudiy ko'prik degan joyda turibdi, 300 ta otliq. Aytdimki boya. Ya'ni Ismoil 300 ta pistirma, otliq qo'yib pistirma emas, tuzoq. Ana shu otliqlarni ko'radi-da Shayboniyxon. Otliqlar ham uni ko'radi-da, darrov ko'prikdan o'tib juftakni rostlaydi. Qochadi. Bu xuddi Shayboniyxonga dushman qochib ketayotganday bir taassurot uyg'otadi-da. Ana shu yerda tushunish kerak edi-da, agar Shayboniyxon shunchalik bir qanday tajribali sarkarda ham aldanar ekanda mana shunaqa paytda. Dushman ana shunda tuzoq. Shayboniyxon bu yerda nihoyatda shoshma-shoshar xulosaga keldi-da va u boyagi Siyoh ob degan joydan kechib o'tib, boyagi ariqdan chaqmoq kabi dushmanni quva boshladi. Butun galopim deydi-ku. 5000 otliq dushmanni quva boshlaydi. Eng ana shunda fojia boshlanadi. Bu Safafiylar 17000 qo'shin bilan Ismoil Safafiy uni tuzoqda kutib o'tiribdi. Boyagi yashir mana. Mana shu yerda tuzoq, mana Shayboniyxon tuzoqqa tushiriladi. Ko'ryapsizmi? Fojiali mana shu suratimiz. Marvdan 10 chaqirim yurgandan keyin Mahmudiy boyagi daryosidan, ya'ni Talaxtan orasida 10 chaqirim o'tgandan keyin 1510-yilning 2-dekabrida shoh shaxsan boshchiligida Safafiylar qo'shinini, qarang, Safafiylar barcha qo'shini to'planadi, o'rab oladi. Poylab turibdi ikkita tarafdan. Shayboniyxon shunday boyagi joyga kirgan paytda shunday o'rab oladi, ikki orqadan, oldindan va barcha tomondan. Bu yerda Safafiylarning mashhur sarkardalari bor edi. Najmi Soniy, Bayrambek Qaramolli, Choyan sulton Ustajli, Div sulton Rumli, Husaynbek Lala, Dadabek Tolish, Durmishxon Shomli, Amirbek Mosulli, Muhammad sulton Tolish, Bodimjon sulton Rumli va Zaynalxon Shamlidan iborat butun qo'shinlar aynan mana shu yerda edi. Ya'ni Ismoil Safafiyning barcha jangovar beklari, barcha jangovar sarkardalar shu yerda edi. Shayboniyxon ming afsuski butunlay kech angladi-da tuzoqqa tushganligini. Nihoyatda kech angladi. Shayboniyxon dushmanni qo'rqitish umidida o'zbeklari bilan hujumga o'tdi. Qarang, Shayboniyxon shunda chekinishni endi kechidi-da chekinishga. Shayboniy xuddi haligi tuzoqqa tushgan sherga o'xshab qoldi, qafasga tushgan. Va Shayboniyxon nima qilishini bilmay yorib o'tmoqchi bo'ldi-da, boyagi dushmanning saflarini va barcha kuchi bilan oldinga tashlandi, 5000 otliq bilan. Va shiddatli jang boshlanadi. Ming afsuski o'zini xatosidan qattiq afsuslangan xon umidsiz va shiddat bilan jangga kirishadi. Bu jangda uning qo'mondonlari, mana Shayboniyxonning eng yaqin amaldorlari, eng yaqin beklari Jon Vafo Mirzo bilan Qambar beklar Safafiy qo'shinlarini, eng ilg'or qo'shinlarini to'xtatib turadilar. Hatto shunaqangi qirg'in jang bo'ladi. Mana shu hal qiluvchi lahzalarda Shoh Ismoil qarang, qilichini yalang'ochlab otdan tushadi-da, ya'ni namoz, ya'ni Xudoga nima iltijo qilib, nima deydi? Menga zafar ber, Xudoga iltijo qiladi. Menga g'alaba ber deydi mana shu ustidan. Shayboniyxonni tuzoqqa tushirdi-da, lekin shunday bo'lsa ham ulug' xonning kuchini ko'rdi-da. Bu xonning sherday olishini ko'rdi. Bu hozir yengib ham qo'yishi mumkin, 5000 qo'shini bo'lsa ham. Buni 17000 qo'shini bor. Shunda haligi tushdida qarang, baribir mana Xudoga iltijo qiladi-da. G'alaba ber ey Xudoyim deydi. Alloh menga g'alaba ber deydi. Iltgan shamshirni qo'liga olib jangga kiradi va o'zbek qo'shini to'liq tormor qilinadi. Ming afsuski qattiq qirg'in boshlanadi va Shayboniyxon chekinishni boshlaydi. Orqaga endi kechitda chekinishni boshlaydi.
ming afsuski minglab askarlar Shayboniyning minglab qo'shinlari boyagi ana ariqdan o'tayotganda cho'kib ketadi. Siyoh ob degan boya aytdik-ku, ko'prik bor. O'sha yerdan kechib o'tayotganda nayzalar bilan otyapti, ularni kamollar bilan o'zbek qo'shinlari mana shu yerda ayovsiz qirg'in qilinadi, halok bo'ladi juda ko'pchilik. Jaloliddin Mahmud, Muyuziddin Husayn, Abdulla Marviy, Mamushi va Qozim Mansur, shuningdek bo'linma qo'mondonlari Janvafo Mirzo va Qambarbeklar Safafiylar tomonidan asirga olinadi va ular ham ayovsiz qatl etiladilar. Shayboniyxonning taqdiri esa juda ham fojiali tugadi. Mana shu yerda Xatam aka qarang, har mana shu suratda ham kattaroq qilib bersangiz, o'zi miniatyurasida ham berilgan. Shayboniyxon mana qarang, Qurshovga tushib qoldi, mana Shayboniyxon Qurshovga tushib qoldi. Qanday bo'ladi qarang Qurshov. Shayboniyxon ana shu Qurshovdan chiqib qochishga harakat qiladi 500 ta otliq bilan. Qolgan qo'shinlari jangda halok bo'lyapti, boyaga ariqqa cho'kib ketyapti. 500 ta ot bilan qutulishga urinadi-da, qochayotgan paytda qarang, tasodifan bitta hovliga kirib qolishadi ular. Lekin ming afsuski u hovli bitta darvozali ekan, ular o'ylaganda boshqa tomondan chiqib ketamiz deb o'ylaganda, qarasa bir qo'rg'onga o'xshagan joyga kirib qolishadi, hatto hovlichaga. 500 kishi tiqilib qoladi, 500 kishi. Bu tarafdan ular Safafiylar o'rab kelyapti. Shunday dahshatli nimaga tuzoqqa tushdiki, aynan o'sha yerda Safafiylar ularni kamonlar bilan ota boshlaydi. Haligi 500 kishini. Va haligilarga o'qlar tegyapti, otlardan yiqilyapti. Ana shu halokatli tuzoq paytda Qizilboshlar tinimsiz, ayniqsa o'sha Burunduq sulton degan shiyani boyagi jangovar nimalari ularga kamon, nayzalar uloqtira boshlaydi-da Shayboniylarga. Va qirg'in boshlanadi. Boyagi 500 kishi bitta hovlida tiqilib qolgandan keyin otlardan yiqila boshlaydi-da, nayzalar tegib. Otdan yiqiladi va bir-birini bosib keta boshlaydi. Devorga chiqib qochmoqchi-da haligilar, o'zbeklar. Lekin ularni kamonlar bilan boyagi nayzalar bilan yiqitishyapti otlardan. Bir-birini juda ko'p odamlar otni tagida tepkilab tashlaydi otlar. Ana shu boyagi hovlini ichida mislsiz qirg'in bo'ladi, hammasi qirib tashlanadi o'sha yerda. Ming afsuski mana shu jangda, mana shu yerda ulug' xonimiz Muhammad Shayboniyxon shahid ketadi. Qahramonlarcha shahid ketdi. Mana shu boyagi nimaning ichida halok bo'ldi. Buni qarangki, buni Safafiylar tarixchisi G'iyosiddin Xontemir degan odam shunday deb yozgan ekanda, o'zbeklar bir-birini ustiga qo'layotgan edi. Ularning ko'pchiligi otlar tuyoqlari ostida toptab tashlanib halok bo'layotgandi. Hali hayot alomatlari qolganlar, murdalar ustiga oyoq qo'yib devorlardan oshib chiqishga urinayotgan paytda, qarang, devorlardan qochayotgan paytda bizning jangchilar nariyoqdan kelib, devorning orqasidan kelib ularni qilichdan o'tkaza boshlaydi. Qochganini ham qilichdan o'tkaza boshlaydi. Shoh afsuski Muhammad Shayboniyxonning jasadini topish, endi jasad ichida o'ldi-da, Shayboniyxon halok bo'ldi. Ismoil nima deydi? G'alaba bilan Shoh Ismoil Shayboniyxonni topib kallasini olib kelinglar deydi. Jasadni topinglar deydi. Jasadni izlay boshlaydi boya o'liklar ichidan. Otlar, toptab tashlangan odamlar ichidan. Endi shohni bari podshoni, ya'ni xonning nimasi aniq-ku, kiyimlari, sallalaridan aniq-ku va uzoq qidiruvlardan keyin jasadni topadilar. Ulug' xonimiz Muhammad Shayboniyxonning jasadini topadilar. Aziz og'a, ya'ni Adi Bahodir degan shiya, ya'ni o'sha Safafiylarning jangchisi, ming afsuski bizning ulug' o'zbeklarning xoni Shayboniyxonning kallasini kesib Ismoilga olib borib beradi. Kallasini kesib Ismoilga olib borib beradi. Umuman jasadni ajratib olib keladi-da. Shohga olib keladi. Shoh nima deydi? Ming afsuski mana shu. Endi to'g'ri, bu ham bahsli, ba'zi tarixchilar aslida bunaqa bo'lmagan degan gaplarni ham aytishadi. Endi lekin juda ko'p manbalar shunday beriladi. Xatam aka aytishlaricha Shoh Ismoil Shayboniyxonni kallasini, terisini shilib olib, mana bosh suyak bor. Terini shilib oladi-da, undan oltin qoplatib kosa yasatadi-da. Kosa yasatadi. Bu endi musulmonning ishi emas-da bu. Kallani uzib olib, terini shilib olib, moyaga tozalatib, o'shani oltin qoplatib kosa, mana choy ichadigan kosa nima qiladi. Boshidan ulug' xon, mana xonimizning fojiali halokati. Ana shu boshni keyin kimga yuboradi? Ichiga somon to'ldirib, qarang, Xatam aka, kimga yuborading? Usmonli sulton Bayazid 2 ga quyidagi xabar bilan yuboradi. Biz avval sizlarning majlisingizda deyapti. G'alati, biz ko'rib turgan oliy hokimiyat Shayboniyxonning boshida namoyon bo'lyapti degandingiz degan ekan. Bayazid shunday gap aytgan ekanda. Biz o'sha Shayboniyxonning o'sha ulug' bir nima bo'lishini, oliy hokimiyat Shayboniyxonning qo'lida bo'ladi degan gapi uchun mana shu gaplarni eshitib, mana endi sizga o'sha somon bilan to'ldirilgan boshning o'zini yuboryapmiz deydi. Qarang. Mana siz o'sha boshni xohlavdingizmi? Bosh bo'lishini, endi mana shu boshni o'zini sizga yubormoqdaman deb. Xuddi masxara qilganday. Usmonliga ham aytadi-da, men bilan qarshi ketsang, seni ham shunday ahvoling bo'lishi mumkin, kallangni olishimiz mumkin degan ma'noda Bayazid 2 ga yuboradi. U ham mayli, endi boshni kesibsan, qarang. Uni shunday xor qilibsan jasadni, mayitni. Uni endi dafn qilishga ulug' xon-ku, kim bo'lishidan qat'iy nazar, u bir musulmon-ku. Uni bir boshqa bir, hatto yevropaliklar ham mana dushmanlarini unday qilib xorlamaganda, hatto xristianlar ham. Ular ham hatto o'zini dushmanlarini bir haligi bilan ko'mishga va'da qilishganda ko'pincha imkon berishgan tantanalar bilan.
Shunda nima qiladi qarang. Shayboniy jasadni, ya'ni Shayboniyning kallasini kesishdi, ikkita qo'lini ham kesishadi, o'likni, jasadni. Bitta qo'lini kimga yuboradi? Zahriddin Muhammad Boburga yuboradi. O'zimizning ulug' o'sha Bobokalon Boburga bitta qo'lini yuboradi, nima deydi Shoh Ismoil? Agar Shayboniyxon Samarqand saltanatidan seni, ya'ni seni qo'lingdan, seni ilkingdan Samarqandni olib qo'ydi deyapti-da. Ilgari Samarqand Boburniki edi-ku, ya'ni Temuriylarniki edi, to'g'rimi? Sendan Samarqandni olib qo'ygan qo'lni mana senga sovg'a qilib yuboryapman. Qarang, ana senga. Mana shu qo'lni biz uzdik deyapti. Sendan olib qo'ygan saltanatning qo'lini biz uzib senga sovg'a qilib yuboryapmiz. Mana bu yerda endi juda ko'p ma'no bor-da. Bu degani men bilan mana ittifoqdosh bo'lganing yaxshi deyapti-da. Bo'lmasa seni ham ahvoling shunaqa bo'lishi mumkin. Ikkinchi qo'lni esa yana bir dushmani bor edi, nimasi? U ham Shayboniylardan juda yordam kutgan, Shayboniylarning bir ittifoqchisi bor edi. Rustam Rozafsun degan kishiga Shayboniyxonning ikkinchi qo'lini yuboradi. Bitta qo'lni Boburga, ikkinchi qo'lni Rustam Rozafsunga yuboradi-da, nima deydi? U mana Shayboniyxondan yordam kutganding deydi. U senga hech qanday yordam bermadi. Endi esa uning qo'li sening tizzang ustida yotibdi deydi. Bu tahdidli xabardan dahshatga tushgan og'a Rustam qotib qoladi va yuragi bardosh bermay o'sha yerda mazasi qochib, keyin zaiflashib, kasal bo'lib vafot etadi. Boyagi qo'lni ko'rib dahshatga tushib, mana Shoh Ismoilning qilayotgan mana shunaqangi ishlari. Ming afsuski mana shunday fojiali tariximiz bor. Ana shundan keyin Marv albatta taslim bo'ldi Shoh Ismoilga. Marv quladi. Shoh Ismoil Marvga kirib keldi. Xo'ja Kamoliddin boshchiligidagi badavlat shahar va shahar ahli buni qarangki, shohni tantana bilan kutib oldi. Mana shundayda qachon bir omading kelsa seni hamma qo'llaydi-da. Omading kelsa ko'rding, dushman tarafga o'tib ketadi hamma. Shaharliklar endi Shoh Ismoilni tantana bilan kutib oladilar. Uni oyoqlari tagiga oltin va boshqalarni peshkash qiladilar. Shoh o'zbeklar qo'ygan vazir Xo'ja Kamoliddin Mahmudni ziyofatga taklif qiladi Shoh Ismoil. Shunda Shoh Shayboniyxonni zarxallangan boyagi bosh suyagini ko'rsatib, unga maqtanadi, qarang hatto. Mana seni xoningni kallasida men nima qilyapman deb xuddi unga haligi bildiradi-da. Dahshatga tushiradi-da. Afsuski ana shunday qilib Shayboniyxonning intihosi edi bu. Ulug' xon vafot etgan paytda 61 yoshda edi. Shayboniyxon 11 yil hukmronlik qildi va buyuk bir saltanatni tuzdi, Shayboniylar saltanatini tuzdi. U bilan birga jangda halok bo'lgan minglab, boyagi 10 mingga yaqin nafar Shayboniylarning tarafdorlari bu yerda qirg'in qilinadi. Marv shahrining darvozalarini bezash uchun hatto juda ko'p Shayboniylarning kallalarini ilib qo'yishadi darvozaga. Shoh Ismoil Marvga Dadabek Tolishni Marvning yangi hokimi etib tayinlaydi. Xullas o'zbeklardan boshqa barcha aholini afv etadi. Qarang, buni qarang, uni qilayotgan ishini, millatchilikni. O'zbeklardan boshqa xalqlar bu yerda afv etiladi va o'zbeklar qirg'in qilinadi, qatag'on qilinadi. G'alabadan so'ng albatta Temuriylar imperiyasi hududini qayta tiklash haqida o'ylay boshlagan edi Shoh Ismoil. U endi mana Shayboniyxonning orzusi edi o'zi aslida Amir Temurning saltanatini qayta tiklash. Endi Shoh Ismoil o'zicha Temurning saltanatini qayta tiklamoqchi bo'ldi. Albatta Shia mazhabi ostida. 1510-yil 8-dekabrda Najmisoniy degan boyagi sarkardasi bor edi. Uning xizmatida bo'lgan Gulijonbek Shoh Ismoilning ilk elchisi sifatida Hirotga yetib keladi. Safafiylar tarafdorlari Muhammad Lakur va Muhammad Alining boyagi qo'shinlariga qarshi qo'zg'olonlar ko'tariladi. Ular 100 nafar o'zbek bilan birga o'sha yerda qatl etiladi. Mana shu Ismoil Safafiyga qarshi chiqqanlar. Bir hafta o'tgach Najmisoniy Xo'ja Mahmud Xo'ja Kurtni Ixtiyoriddin qalasini tark etishga ko'ndiradi. Boyagi Hirotdagi Ixtiyoriddin qalasiga yashirinib olgan Shayboniy tarafdorlari ham bu yerdan chiqarishga ko'ndiriladi. Lekin mana shu 21-dekabrda Shoh Ismoil Hirotga keladi-da, Hirotni ya'ni Hirotga tantanalar bilan kirib keladi va Hirotga Ismoil Safafiy Husaynbek Lalani shahar hokimi qilib tayinlaydi. G'iyosiddin Muhammad esa bosh qozi qilib tayinlanadi Hirotga. Xullas, Hirot endi nafaqat Temuriylarning qo'lidan, balki Shayboniylar qo'lidan ham allaqachon ketib bo'lgan edi. Hirot endi Safafiylarning saltanati tasavvuriga kiritiladi va u imperiyaning ikkinchi yirik shahri deb e'lon qilinadi. Ya'ni Tabrizdan keyin, poytaxtdan keyin. Bu yerga Ismoil Safafiy o'zining vorisi, ya'ni o'g'li Tahmasib birini, ya'ni keyinchalik Tahmasib o'sha Safafiyning davomchisi bo'ladi va bu yerga Ismoil uni qarorgoh sifatida o'zi valiahdga nima qilib qoldiradi. Amudaryo sohillarigacha bo'lgan barcha yerlar esa Qizilbosh amirlarining nazoratiga o'tkazib beriladi. Mana shu voqea sanasiga bag'ishlangan umuman xronologiya imon himoyachisi bo'lgan shohning g'alabasi degan yozuvlar bilan o'sha paytda juda katta tantanalar bilan bezatilgan ekan. Ana shu qishda Ismoil Hirotda qishlab qoldi, tantana bilan g'alaba sifatida va Xurosonni zabt etgan munosabati bilan uni
Ismoilni tabriklash uchun yuzlab shahar va qishloqlardan elchilar kela boshlaydilar. Ular orasida Badaxshondan kelgan shoh huzurida taqdim etilgan Sulton Uvays Mirzo, undan tashqari u alohida marhamat bilan qabul qilib, uning sharafiga xususiy ziyofat beriladi mana shu Sulton Uvaysga. Endi Temuriylarni ham ilgari o'sha Shayboniylar quvib yuborgan Temuriylarni ham qo'llab-quvvatlab ularga go'yoki o'zini bir nimasini ko'rsata boshlaydi, iltifotini Shoh Ismoil. Masalan, xuddi mana shu tariqa o'sha Badaxshonni nimasi hukmdoriga qilingan mulozzamat, ya'ni xuddi mana shunaqangi berilgan ziyofat kabi Muhammad Yor Mirzoga ham elchilar yuborib, shoh o'z do'stligini samimiy ekanligini bildiradi. Temuriylarni ham jalb qilishni boshlaydi. Masalan, mashhur Husayn Boyqaroning o'g'li Badiiy Zamon Mirzo, undan tashqari Astrobodda o'zbek hokimi bo'lgan Ahmad Qo'ng'irotdan mag'lub bo'lgandan keyin Hindistonga qochib ketganda o'sha Badiiy Zamon Mirzo. Badiiy Zamon Mirzoga ham mana shunaqangi xatlar va unga hatto nafaqa sifatida 1000 dinor nimalar ham yuboriladi. Xullas, endi qolgan tarix keyingi ko'rsatuvlarda aytamiz. Muhammad Shayboniy xon uchun albatta o'zbeklar keyinchalik o'ch oladilar. Bu haqda albatta keyingi ko'rsatuvlarda aytamiz. G'ijduvon jangi, keyinchalik Usmonli Sulton Selim Yavuz ham, Sulton Salim birinchi Choldiron jangida dahshatli, qaqshatli mag'lubiyatga uchratadi Ismoil Safafiyni. Shayboniy xonning o'chini baribir oladilar. Lekin mana shu Marv qal'asidagi muhosara, ming afsuski, bizning fojiali tariximizning bir sahifasi edi. Rahmat e'tibor uchun. Keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha.